Assalomu alaykum. Dunyoning har qayerida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salom va rahmati bo'lg'ay. Videoda ekranga xush keldinglar. Muhtaram qarindoshlar, bugun yana Abdulaziz birodarimizning ma'lum o'zirish tufaylidan yana ekranga men chiqib qoldim. Do'stlarning xabarida bo'lgandek, Ironda biz siz ibodat qilayotgan din Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan din shumi degan bir savolni tashlab ketgan edik. Hozirga qadar bu savolni kimlar o'zidan qanchalik so'rdi, bu har kimning o'ziga taalluq qilgan ish. Bugun bizning to'xtalganimiz Qur'on Karimdagi islom diniga aloqador bo'lgan usullarga asosan biz hozir an'anaviy shaklda qilib kelgan, amal qilib kelgan dinimizga qayta qarab chiqamiz va o'zinglar oxirida yakunni o'zinglar chiqarishinglar mumkin. Alloh hammalarni hidoyat qilgay. Ekranımızda yana mazkur programın daimlik sunucusu Kerim Zahir Ustaz var. Assalamu alaikum Ustaz, hoş geldin. Yaxşı, özlerim obdan tola. Allah salamat qilgay, berketli qilgay. Vaqtlarni hamma ishni. Bugün yana tekrar cem bulduk. Nasip oldu. Allah nasip kılıp bir yana dersimiz devam kıldı. Hoş, zaten İslam biz enelmi istep kelgen sünni akımdakilerinin ehl-i sünnet ve cemaatdakilerinin akısı boyunca keldi dep kelgen bizge şunda düşündürülgen dinin murtiyani kılgısı, ibadet kılgısı boluşumuzla hazır kadar biz bu sualını hiç sormadık. Yani Peygamber Aleyhisselam kaldırıp ketken İslam muşu mu degan bir sualını biz özümüzden hakikaten sormay kelgen edik. Şunun için aldığımızda ulemalar neyim dese şunu ha dedik ve hatta Peygamber Aleyhisselam'dan 700 yıl kim peyda bo'lgan mezheplerge bölüp çıkıp sen ma mezhepte deysimi biz şununla yana ha dedik ve hatta bazen udul kep kalgan yerimizde bu mezhep Peygamber Aleyhisselam'dan kim peyda olup diken ondan Peygamber Aleyhisselam'ın mezhepi kaysi desek ay toksda sizin muş gepini soğallıklar uçullam çoğun hatalık Allah dediğen qoqoqchi birodarlardan biz qushqashqan bo'ldik. Xo'sh, xuloslab aytsak, bugun biz islomning Payg'ambar alayhisalom bizga qoldirib ketgan islom shumi emasmi degan tarafiga bir nazar tashlaylik deyishdik. Sizlar endi tayyorliqda islomning qanday o'zgartiriliga aloqador ba'zan uchur ma'lumotlarni berganga uchur berganlar, xabar berganlar. Bugun biz do'stlar bilan birlikda mazkur mazmunni anglaymiz. Marhamat. Assalamu alaikum. Dünya naqası yayları hörmətli qarindaşlar, hammalarınız şu vaxt xeyirlik olsun. Biz 1000 yıldan artıq, yani 1100 yıl bu qapdı. Şu ecdatlarımız qabul qilgan tatmi İslam deb aşan özünü. Ta hazırgachilik biz şunun şu yolda ketyapmiz. Hamda nurgun adamlar bizning bu programmamizni yoqtirmaydi chunki islomni burmilyapti deydi. Hamda biz qandaq burmilyaptiq yoki bo'lmaydi, islom burmilib ketdimi? Bu sohada yani islom qandaq o'zgartirilgan degan mush mavzuda biroz to'xtalamiz Xudoyim bo'lsa. Buningga biroz tarixiy jarayonga ketadi. Men buni bütün tarixini so'zlash kelib qolsa, nihoyat uzoq hozir shu Peygamber Aleyhisselam'daki vaqtini tatip taki ahırgachilik, şu Abbasiya sulalisi ahırlaşkan kadar şu tarixini okusak mı 4 qism tarix var. Tarix Taberi deb şu hem onu o'qib bo'lib bo'lmaydi, ham shundan bir o'rnak elib bir qancha yerning o'zini şunun asasen şu İslam'daki biz e'tiqod qilayotgan islom Alloh taolo payg'ambar efendimizga avatgan islom shumi yoki o'zgartirib ketgan yerlar bormi degan maqsad mazmunda to'xtalamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda qisqa bir ikki og'iz gap bilan xuloslagan vaqtda payg'ambar alayhissalomniki payg'ambar bo'lishdan burungi vaqtidagi Makka mushriklarniki ahvolini Makka mushrikleri xos dinga ishonadi degan vaqtida biz İbrahimning diniga ishonamiz deydi.
ve ulamı 5 namaz okuydu. 5 namazniki okulish jarayonlari, usullari tamamen bizniki hozirgi o'qiyotgan namoz o'xshaydi. Ya'ni o'zi bomdodni 2 rakat, peshim 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xuftam 4 rakat. Uning sirtida chashka namoz degan o'xshash, kechilik namoz deganga o'xshash, shunday nurg'unlagan namozlar mavjuddi. Haj faoliyati boti Aşının o'xshash nurg'unlagan hamda e'tiqod sohasida nurg'unlagan e'tiqodlar bor u vaqtda ko'p nimalik ko'p tangrilik mundaq bir e'tiqodga nim qiladi ular. Shuning uchun Lat, Uzza degan nurg'unlagan o'zi ilohlari bor ularniki. Hamda payg'ambar alayhissalom kelgan vaqtda deganda payg'ambar alayhissalom payg'ambar qilingan vaqtida payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo nima degan, nima avatgan va nima degan degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani vehiyini evetken ve vehiyini evetişiyle birge faqatla şu vehiyge itaat kılışka, vehiyge egişke yani Kur'an'ı özüge yetekçi kılışka buyurgan. Yani bunun özde nurgulluğun bu haqda ayet var. Misal Sure Yunus'naki 15. ayetide ma in ettebi'u illa ma yuha ileyye degan ayetli var misal. Bunu o'xshash ayetli xalijik men bir ishqital örnek ekip koydum. Men faqatla manga qilingan vahiy egishime deylik. Yana o'zi ve iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bel nettabi'u ma alfayna alayhi aba'ana degan mush ayetning o'zidimi Peygamber Aleyhisselam insanlarını Kur'an-ı Kerim'ge egişke, Kur'an-ı Kerim'ni yetekçi kılışka çaqağanlığını ama etrafındaki insanlar biz atbağımızın qalan dinge egişimiz dep cahillik turvatqanlığını görsüdü yani. Jig'ib aytgan vaqtida bu yerda hozir Qur'onni nurg'un qatim tushuntirib o'tdik. Jig'ib aytgan vaqtida payg'ambar ve peygamberlik aqsıq egeşken sahabalı hemmesi nimge egeşken diye vaqtda Qur'an-ı Kerim'ge egeşken. Ve Qur'an'ni özünün dini qilgan, özünün dastur qilgan, özünün yetekçisi qilgan. Şu sebepten ular nim qilgan diye vaqtda oxirsida g'alba qilgan. Yani Arab milletini qutqazgan ve devlet qurish salohiyatiga ega bo'lgan. Hamda Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısında Peygamber Aleyhisselam'a keyinki zamanlarda mesela mekbeti olan zamanlarda değil hakimiyetke beyat qilgan yoki Peygamber Aleyhisselam'a beyat qilgan Araplarning hammasi islomni qabul qilganmi degan vaqtda bizniki nurg'un diniy sohadagi olimlarimiz hammasi qabul qilgan deydi. Hammasi qabul qilgan deydi, hattoki Abu Sufyan radhiyallohu anhu deydi. Muaviy radhiyallohu anhu deydi. Shunday qilib ashlarni rivoyat qilingan rivoyatlarni diniy dastur qilib o'zi qaraydi. Endi Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda degan vaqtda Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda tarixga yani bir tarafdan tarixga asoslangan vaqtda bu Mekke müşriklari Abu Sufyan deymiz, Muaviy deymiz, mushu Umayya sulolasiniki yani Umayya qabilasiniki qabilasi sal o'zi shu Mekkani sal ko'proq sonda egallagan bir qabila bo'lgan shu vaqtda bular faqatla Peygamber Aleyhisselam Mekkani fath qilgandan keyin ular taslim bo'lgan. Yani islomni qabul qilmagan bular. Taslim bo'lgan. Hattoki Peygamber Aleyhisselam Mekkani fath qilib bo'lib Abu Sufyonga sana Allah'ın birligini itiraf kıldığın bir zaman kelmedimi degan vaqtida eğer muşunun başka bir narsani degan bo'lsang yoki bir qancha xudoning gapini qilgan bo'lsang men o'ylanishim mumkinti. Ammo men bu o'zi bir xudo degan bir xudolik dinidan men unchalar o'zi bir narsani kutmayman degan mazmunda javob bergan. Ertasi sen meniki payg'ambar ekanligimning o'zini itiraf qilgan zaman kelmedimi degan vaqtida eğer itiraf qilishga biraz o'zi menga itiraf qilsam bo'g'dek darajada bir narsa bergan bo'lsa, seniki shu payg'ambarlik zamonlaring yoki qilayotgan ishing bir his tuyg'u bergan bo'lsa,
men cho'qim o'zi sana sizniki payg'ambar ekanligingni e'tirof qilishim mumkin degan bir odam endi. Bu payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini Allah'niki bir va barlig'ini e'tirof qilmagan bir odam. Uning o'zini Abu Sufyan raziyallohu anhu deyishga hech qanday hojat yo'q bir odam. Muaviyning o'zimi Abu Sufyan bilan o'xshash uning bolasi bo'lgandan keyin shu Abu Sufyan taslim bo'lgan vaqtida u Muaviy taslim bo'lgan. Qur'oni Karimda وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا degan oyat bor. Arablarniki Mekkeni fatih qilgan vaqtda amenna deb degan yerlari Alloh taolo uning o'zini siz amenna demanglar biz taslim bo'ldik denglar deb Qur'onda uning o'zini bayon qilganlik to'g'riliq maxsus oyat bor. Demakki Mekke fatih qilingandan keyin taraf-tarafdan qabilalar kelib Peygamber Aleyhisselam'a bayat qilib bo'ldi biz o'zimizning dinni qilib qolamiz. Ammo aslidagi o'z hokimiyatiga bo'ysunamiz. Sen o'z bizga vazifa qo'ysang, ya'ni bosh to'lash va hokazo ishlarga o'xshash bunday vazifalarni qo'ysang biz uni o'rindaymiz degan o'zi maqsadda ular taslim bo'lgan nurg'unlari. Makka Madina bo'lib shu vaqtda Peygamber Aleyhisselam'ning atrofida 10 ming atrofida nim bo'lgan, musulmonlar bo'lgan. Uning sirtidagilar asosan %99% shu keyingi odamlar shunday o'zi taslim bo'lish orqali islom hokimiyatiga bosh eggan. Agar bosh egmasa, ularning o'zini shu sura nimaniki, sura Tövbiniki 5-dagi Baroatun minallohi va rasulihi degan oyatning oxiri shu 5-oyatga kelgan vaqtda faizan salahal ashurul hurumu faqtul mushrikin aysu wajadtum degan mush oyatni ijro qilish bosqichiga kelgan vaqtda ular o'zi taslim bo'lishga majbur qolgan. Chunki 4 oy ketgandan keyin hokimiyatga bosh egmagan odamlarni tapqayat o'ltirish, ya'ni hokimiyatga qarshi chiqib hokimiyatni o'raymiz degan odamlar bo'lgandan keyin uni o'ltirishga to'g'ri keladigan gap. Qo'ral ko'targanlarning o'zini. Mushu o'zi nima? Mushu ultimatum deymiz yoki bayonot deymiz. Mushu e'lon qilingandan keyin Makka mushriklari va uning atrofidagi insonlarniki nurg'unlari qabila bo'lib shunday kelib Payg'ambar alayhisalom bayat qilib hokimiyatni e'tirof qilgan va hokimiyat qo'ygan o'zi bojning o'zini shu o'rindashni bo'yniga olgan. Shu baroatun minallohi va rasuli degan shu oyatniki oxirida agar ular fa in aqamus salata va atuz zakata fa khallu sabilahum deydi. Bu nimani bildirdi desa, oldida o'zi amanu degan kelima yo'q edi. Agar ular iymon etib salatni iqomat qilgan bo'lsa va zakatni bergan bo'lsa degan ularni yo'lni qo'yib aytanglar degan bo'lsa, u vaqtda ular iymon etish ularga nima bo'lgan gap endi. Shu oyatda iymon etsa degan kelim bo'lmaganiga asoslangan vaqtda ular iymon etmagan, faqatla aqamus salat va atuz zakat bu yerda iqtisod jihatdan o'zi hokimiyatga yordam qilganligini bildirdi. Undaq aşağıdaki aqamus sala hozir biz o'qiyotgan namozni ko'rsatmaydi ekanda. Namozni ko'rsatmaydi. Bu yerdagi aqamus salatning o'zi yordamlashish ma'nosini ko'rsatadi. Ular o'zi hokimiyatga iqtisodiy jihatdan yordam qilsa, ya'ni o'zining gardiniga tushgan vazifani, iqtisodiy vazifaning o'zini o'tsa, ularni yo'li qo'yib o'tanglar degan gap bo'ldi endi. Demak, bu yerda hokimiyatga bosh egib, bo'ldi biz hokimiyatni qabul qildik, biz hokimiyatga o'zi bosh egdik, qarshi chiqmaymiz. Endi sen bizga qo'ydigan bejingni qo'y, biz uning o'zini ado qilamiz degan gap endi. Degandan keyin u bojni qo'ygandan keyin ular o'zi nimaning o'zini bojni ado qilgandan keyin ularni o'ltirishga bo'lmaydiganligini Alloh taolo ularni yo'li qo'yib o'tganlarda qilgan vaqtida deb u buyruqning o'zini tushirgan. Mana shu Makka va Madinaning atrofidagi nurg'un qabilalar shu vaqtda islomni qabul qilmay islom hokimiyatiga taslim bo'lgan, ya'ni hokimiyatga bosh eggan odamlar. Payg'ambar alayhisalom Madinada vafot bo'lgan vaqtidami Madinaning atrofida bir necha qabilaning o'zi qarshi chiqqan vaqtda Abu Bakr yetakchiligida ashlarning o'zini tinchitgan. Ularga bojni bermaymiz deganligi uchun nurg'un odamlar uning o'zini dindan yongan deydi. Murtad bo'lgan ular uning uchun urush ularning o'zini bostirgan deydi. Unda emas u yerda. Ular Abu Bakrga biz bojni to'lamaymiz, biz Muhammadga boj to'lashga va'da qilgan. Ya'ni uningga o'zi shu
imza çekken hem de biz Muhammed ölüp gitti hem Ebu Bekir'e biz söylememiz diye vaxtida Muhammed'e yani Ebu Bekir'in diyen gibi var Muhammed'e bir oğlak çağlık bir nesinin özünü ne töylep mankege çağ töylemese men ular uruş açım edip şunu uruş başlanıp o yerde özü ularını mağlup kılıp yani qaytadan hakimiyetke baş egdigen. Bu yerdeki nesinin özünü nurgun dini sahadik adamlar bu nime dindin murtet olgan ular dep qaraydı. O to'g'ri emas. Xo'sh. Endi Peygamber Aleyhisselam zamanıdaki vaqalik qisqa aytgan vaqtda mushuning xulosasak bo'ladi. Chunki Peygamber Aleyhisselam vaqtida bütün özü Arab yerim aralının hammasi islom dinini qabul qilgan bundaq ishlar bo'lmagan. Ular o'zining dinini qilib qolgan. Ko'p qism ya 99% desak ketib qolar, ammo 90% topsidagi insonlar o'zining dinini qilib qolgan. Keyin masalan Abu Bakr 2 yil xalifalik qilib, u vafot bo'lgandan keyin Umar 10 yil xalifalik qildi. Uningdan keyin o'zi Hazrat Osmonning zamonasiga kelgan chaqchi degan vaqtda Hazrat Osmon Peygamber Aleyhisselam hakimiyetini jiraqlashtirgan nurg'un o'zi odamlarning o'zini hakimiyetning yeniga akilib, hakimiyetniki shu Umayya sulolasiniki odamlarni jiq akilish orqali hakimiyetni Umayya sulolasiga asosan davr o'tkazgan desak bo'ladi. Xatolikniki birinchi boshlanishi Osmondan boshlangan bu ishning o'zi. Shuning bilan bu keyin Osman ölüp ketgandan keyin Abu Bakr nima Hazrat Ali bilan Muaviya ikkisi bu yerda xalifalik talışıdı. Keyin Hazrat Alining o'zi 6 yildan keyin suiqasddan o'ldirilgandan keyin Muaviya qoldi bu ish. Muaviya qolgandan keyin Muaviyaning zamonasida nurg'unlagan o'zi misol o'zining atrofiga Yahudilarniki olimlarning o'zini maslahatchi qatorida ekib olgan. Misol Kabul Axbar degan o'zi bir Yahudilarniki cho'ng bir o'zi nimasi bo'lgan, diniy odam bo'lgan shu vaqtda ash odamni maslahatchi qatoriga ekib olgan. Bu odamlar shu vaqtning o'zida yozilgan kitobning o'zida bor. Men 250-300 mingdek rivoyatning o'zini to'qib shu Peygamber Aleyhisselam aniqil sahoba aniqil degan gapning o'zini to'qib shu qo'yib atganligini shu Muaviyniki 25 yillik hayotida shundaq nurg'ulgan rivoyatlarning o'zini jamiyatga chechib atganligini bayon qildi misol. Hazrati Ali vafot bo'lgandan keyin bu Muaviyning qilgan ishi nima bo'ldi desa butunlay Ahli Bayt deymiz ham Ahli Bayt degani Peygamber Aleyhisselam'daki urug' avlodlarining o'zini tillaydigan, haqoratlaydigan mush ishlarning o'zini xutbada o'qitgan misol. Davomli juma kuni bo'lgan vaqtida jumada Ali degan andaq eski odam, uning bolasi mandaq eski odam Peygamber Aleyhisselam bevosita til tekkizamagan taqdirdami Peygamber Aleyhisselamga nihoyat yaqin o'tgan shu haqiqiy musulmonlarning o'zini tillab ashlarni xalqning oldida xalqning ko'zidan tushirgan, inoat to'kadigan Boşunda Xitoyniki nemisi o'xshash, ishi o'xshash shundaq ishlarni qilish orqali bu sahobalarni inovatsiz qilib, shundaq eski ishlarni qilgan bu nima Muaviyaning o'zi. Muaviya 25 yil atrofida o'zi hokimiyatni boshqarib nim qilgandan keyin, ya'ni shu jarayonda yana Muaviyaning zamonasida eng cho'ng xato bo'lgan narsa nima desa, misol dağlık sahabalarının özünü öldürgüzgen bu adam. Mesela nemeniki Abdurrahman dep muş Halid ibn Velid'niki balısı şundak asker Halid ibn Velid asker kumandanlığı nayeti yukarı tecrübelik adam. Onun balısı şundak tecrübelik çıkandan keyin muşniki inovati kötürülüp ketmesin dep onu bir Yahud nemi Hristiyanı öldürgüzüp onundaki o Hristiyanın özünü birinci qatim devletniki bejiği mesul kılgan. Ben muş işlerin hemmisinin özüne, muş tarihini okusa, muş tarihi özü teberideyimiz, aşına hoş nurgun tarihler var hazır. Aş tarihlerini okuyduğun bolsa, bu tarihinin özü de
buniki qilgan ishlari qarab hech bir zaman ularni hech bir inson va musulmon deyishga tili bormaydi odatda. Abu Bakrning bolasi Muhammad ibn Abu Bakrning o'zini o'ltirgizgan, uningdan boshqa nurg'unlagan ashundaq o'zi yaxshi qahramon jangovar shundaq sahobalarning o'zini nima Muaviya o'ltirgizgan shu vaqtning o'zida. O'ltirgizish orqali musulmonlarniki ruhini sundirish, musulmonlarniki oldida yetakchi yo'q mang'idek odamlarning o'zini qo'ymaslik, bundaq o'ziniki nemasi ashundaq bir yo'lni tutib, keyin o'ziniki shu sulolasiniki davomlashishiga putli qashang bo'g'dek odamlarning o'zini ashundaq o'ltirib, qiynab ashundaq o'zi nurg'un vayronchilik solgan islom dunyosiga. Hamda Muaviy o'lgandan keyin degan vaqtda, Muaviy o'lgandan keyin bu orliq jarayonni yomon uzun, ammo uni nuqtaliq yerlarini deb ketyapman-da. Muaviy o'lgandan keyin uning bolasi Yezid bu Umayya sulolasiga podshoh bo'lgan hamdi. Shu Muaviy o'zi hayot vaqtida bu Yezid qarta nim qilgan shu bayat olgan majburan xalqdan ba'zi nurg'un yerlar uning ixtiyor holatda Muaviyni qo'llaydiganlar ixtiyor holatda undaq bayat qilgan bo'lsa-mu, qo'llamaydiganlarni majbur ashundaq o'zi bayat olgan. O Yezidning o'zimi 645-yillar tug'ilgan odam ekan. Bu o'zi 29 yoshida o'lib ketdi ekan. 3 yil 8 oy o'zi nima hokimiyat surgan. Ya'ni 64-yili, ya'ni hijratning 64-yili vafot bo'lgan ekan hamdi. Shu 3 yil ichida qilgan ishi nima bu Yezidniki degan vaqtda, Yezidniki birinchi yil qilgan ishi Karbaloda Payg'ambar alayhisolamning navrisi Husaynning o'zini uni jadjamayt butun o'zi urug' tuqqanlarni ashak aldab apirib, unidan ashada Husaynni ashada o'ltirdi. Ayollarning o'zini hammasini shu ko'ynaklarini yitib, yalang'oyoq, undaq o'zi xalqni oldida sazoy qilib o'ltirdi keyin. Mushlarning hammasini tarixda o'qisa, bu insonlarning o'zi uningdan keyin dinlik qanday holga tushib qolganligini shu vaqtda his qila oladi. Ikkinchi yilisi Makkaning o'zini Makkaga askar avatib, Makkada 10 mingdan ortiq odamni o'ltirgizdi. Sahabanınki o'g'illarini o'ltirgizdi. Qizlarga, ayollarga 3 kun, 3 kech kunduz bosqinchilik qilishga o'zi ruxsat qildi. 3 kech kunduz u yerda bosqinchilik bo'ldi. O nimaga? O sahabanınki qizlarga, xotinlarga bosqinchilik qildi. 3-yilisi ondan keyin o'zi Madinada bu ishni olib bordi. Madinada 12 mingdan ortiq o'zi sahaba shu yerga yaxshi musulmonlarni qirib tashlaydi. Onundaki u yerdagi o'z sahobalarniki shu yaxshi musulmonlarni xotin qizlarga 3 kech kunduz bosqinchilik qildi. Kelar yili boshlab u bosqinchilikdan tug'ilgan bolalar maydonga keldi. Men bu voqealikning hammani Yezid nima deb ataydi desa, Harra voqeasi deb ataydi. Harra voqeasi degan so'zning o'zi, Harra degan nima degan gap degan vaqtda, Harra deganning o'zi ozodlik degan ma'noni bildirdi. Muhammadning dinidan ozod bo'ldik degan ma'noni bildirdi. Muhammadning dinidan qutuldik degan ma'noni bildirdi bu. Shu yerda qanday qildi degan vaqtda Makka Madinada hech bir zaman Payg'ambar alayhisalom o'zi aroq ichish va hokazo xutuqaniki yalang'och uslaydigan bundaq ishlarning o'zini zina qilish ishlarini tamoman Qur'on cheklagankin buni qilishni xatoligini qilib, u yerdagi sahobalar o'zi samimiy holatda shundaq bu ishlarning hech qanday yuz bermaydigan darajada bo'lgan vaqtning o'zida bu Yezidning zamonida tamoman bu ishlar yana qoidadan asli kelib, Makka Madinada harg'ichadigan, zina qiladigan, yalang'och usul o'ynaydigan butun o'zi shu shahvoniy ish harakatlarning hammasiga yo'l qo'ydi. Ya'ni bu ish nimaniki? Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burun Makka mushriklari, Madinaliklar kofir vaqtida qilgan ishni, ya'ni qoidadan asliga keldi yani. Yani ximiga yeni oldu ekanda. Bu balaning o'zini tug'ilgan balani harri ballari deydi. Harri ballar deganda hamda shu islomning sirida nikoh qilib,
nikah qandan tug'ilsa, o bola to'g'ri endi mana islom diniga asosan to'g'ri bo'lgan bo'ladi. O bola islom diniga asoslangan asosda bosqinchilik bilan bundaq tug'ilgandan keyin andaq erkin tug'ilgan bola qatorida har bolalar deb andaq at qo'ydi bolaning o'zigimi. Shuni o'z minglagan bola o'sha yerda o'zi ayndaq bizda haromdan tug'ildi deydi. Shundaq ishlar bo'ldi misol. Bu ishlar bunun o'zini o tarixni undaq o'qiydigan bo'lsa odam bu dinlik qoidadan qayaga berib ketganligini insonlar qanday o'zi yaxshi his qila oladi yani. Şu Kur'an-ı Kerim'deki şu iman ettik demenler, belki teslim bulduk denler degan ayet düşken çağda Peygamber Aleyhisselam ayet daydan. Aşına özüm var, Ebu Bekir Katarlıklarına, Ebu Sofyan Katarlıklarının ki hakimiyetke el oğallıkını çıkıp durdu ki aşağı ayette. Lekin Müslüman boğallık bilen tarih yazılıp bizge şunda öğütüldü de. Aslında emas ki. Mesela şu rivayet kitaplarda Muğiret ibn Şöbe degan bir adam var. Muğiret ibn Şöbe'nin rivayet kılındı deb nurgun rivayet edisleri var. Ebu Hureyre deyilgan misal adamlar var. Ebu Zer degan adamlar var. Bu Ebu Hureyre bilan Ebu Zer'niki rivayet kitaplarda en köp rivayet kılındı. Muğiret ibn Şöbe degan adamның rivayetleri hal nurgun rivayet kılındı. Bu adamның hemmisi şu Umayye sulalesini qo'llagan adamlar. Mesela Osmanlı'daki zamanında Osmanlı qo'llagan o Ebu Hureyre degan adam. Osmanlı qo'llagan eliga qarshi turgan adamlar. Misal Ebu Muğiret ibn Şöbe deganning o'zimi shu Yezidning zamonida Yezidni qo'llagan, ashunaq yantayoq bo'lgan, Muaviyni qo'llagan ashunaq adamlar misal. Shu vaqtning o'zida men mush adamlar degan rivoyat qilgan rivoyatni bizniki hozirgi vaqtda din deb ashunaq ergishish, ashunaq o'zini rost deb ashunaq itoat qilishning o'zi bu bir nayet egir bir jinoyat degan gap. Bu Muğiret ibn Şöbe'niki sağan en çok zihni neymi degan vaqtida bu vali bo'lib turayotgan vaqtida ko'p tarafli bir yerda vali bo'lib turayotgan vaqtida men Muhammadning ummatiga abadiy birlasholmaydigan bir o'z ixtilofni terdim deb qo'shib olgan bir yeri bor buniki. Muhammadning ummatiga deydi. Abadiy birlasholmaydigan bir ixtilofni paydo qildim deb uninga nayet o'ziga faxrlandi. Misol. Mushundaq odam hamdi bu Muğiret ibn Şöbe degan odam hamdi. Ondan keyin mesela bu bir qancha odamni bir qancha podshohlarni o'rnak kelyapman bu yerda. Bu 91 yillik hayot nima davri endi bu Umayye sulalasi 91 yillik davrini o'z ichiga oladi. Ammo Hazrat Osmonniki zamonasi qo'shgan vaqtida 100 yildan oshadi endi. Osmon 12 yil turgan bo'lsa 103 yil bo'lgan bo'ldi. Mening nazarimda Umayye sulalasining boshlanishi Hazrat Osmondan boshlangan desak bo'ldi deb o'ylayman, chunki Hazrat Osmonning o'zimi Umayye sulalasidan zaten şu Umayye sulalasining qurilishiga birinchi o'zi asosan solgan odam Osmon. Shuning uchun Osmonniki shu xatoligining sababidan Osmon o'zi o'ldirilgandan keyin 3 kun o'zi shu uyda turib, o o'zi chirib shunday uyda odam tug'siz bo'lib ketgan vaqtning o'zida Moşunu açıkıp bir kümüş bəsəngil dep şundak yardım qılan vaqtida 2-3 sahabining o'zi kirib, aşının özünü tatib açıkıp bir yerga aşı kömmey taşlap Yahudilarning mazarlıqqa bir taşlap qo'yib, ondan keyin 3-4 kundan keyin berib, 3-4 kundan keyin o halaq-malaq bo'lib ketdi o. Şu vaqtda töpsini topu bilan küm qo'ygan ashundaq narsalar. Moşu nemining o'zida tarixni o'qisa hamma narsa bor moşuning ichida. Yani Umayye sulalasiniki hozir tarix bo'yicha aytgan vaqt 91 yillik davrida tamamen Peygamber Aleyhisselam'niki ehli beyti ve Peygamber Aleyhisselam'a ergashgan sahabalarniki jarayonlari qarta nayet qattiq haqoratlarni qilgan ve ularning o'zini
dinsiz qatarda. Şundaq öz qattiq eyipləğən. Çünki nima üçün deyə vaxtda ular İslamni qabul qılğanlıq üçün konu dindən çıxıb ketganligini hisoblab ular xuddi hozirgi vaqtda biz ma Qur'onni təbliğ qilsaq, bu Qur'onchilikda bizning dinimizni chiqadi deb o'tirib, bizni tilgan o'xshash bir gap endi bu. Evet. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalomniki haqiqiy sodiq, ya'ni islomga haqiqiy sodiq bo'lgan sahobalarning o'zini 91 yil o'zi nim qiladi, tillaydi va 91 yilning ichida butunlay shu rivoyatlarning o'zini, ya'ni hozirgi Sahih Buxoriy, Sahih Muslim degan rivoyatlarning o'zini to'qib shu yerda butunlay o'zi rivoyat diniga aylantirib bo'ldi. Ya'ni o'ylasak bo'ldi, 23 yil payg'ambar alayhisalom kurash qilib İslamdaki nemisini tiklep, o yerda bir sistemini tiklep bo'lgandan keyin uni 91 yil shu meni yuyish, o yerdagi payg'ambar alayhisalomning qilgan ish harakatini tamoman yo'q qilish uchun 91 yil kurash qildi. Buniki ishi tamoman hammasi undaq emas. Abdulaziz deganga o'xshash nihoyat yaxshi o'zi podshohmi o'tgan, ammo ular 2-3 yil, 4-5 yil uni hech qanday bir cho'ng o'zgarishlarni eklanmagan. Ammo asosan Muşu Umayya sulalasiniki zamanısında 91 yıl jarayoni tamamen degidek, yani Peygamber Aleyhisselam'niki bütün qilgan işlerinin özünü jup tashlash davri bo'lgan. Umayya sulalasiniki podshohlari nimani asos qilgan degan vaqtda millatchilikni asos qilgan bular. O dinni asas qilgan emas, millatchilikni asas qilgan. Shuning uchun bular nim qilgan degan vaqtda ashundaq rivoyatlarni o'ydirish orqali arab tiliniki dunyodagi bir ulug' millat ekanligi, arab tiliniki nihoyat ulug' bir til ekanligi, arab madaniyati, urf-odatniki nihoyat o'zi yaxshi bir narsa ekanligi to'g'riliq ashundaq rivoyatlarni o'ydirib, hattoki arabning tuproqlari, meva-chevarlari, hayvonlarni tortib muqaddas bir narsaga aylantirib olgan. Shu vaqtning o'zida. Uniki qarshisi da hamda boshqa millatlarni bosgan, masalan hozir Suriya deymiz, Falastin deymiz, ashlar o'z vaqtida arab bo'lmagan. Arab musta'ribi deydi, arablashgan arablar misol. Assimilyatsiya bo'lgan arablarda Misr misalda, Misr deganda necha ming yilga bir o'nniki qo'lda yashagan xalq. Hamda arabliga keyingi vaqtda shunday nim qilib assimilyatsiya bo'lib arablashib ketgan. Shu arablashgan millatlarga bo'lgan ko'z qarash qanday degan vaqtda uni 2-3 sinf emas, qul qatorida ko'ratdi nima Umayya sulolalari. Mavali degan bir narsa bor arablarda. Shu hozir fiqh kitobida bor bu narsa. Mavali degan qul degan gap, o arablar o'zini dunyodagi insonlar baxt saodat ekegan bir millat ko'rsatib, boshqalar ashlarning vasitasi bilan baxt saodat erishadigan ko'rsatgandan keyin boshqalar ularga qulchilik qilish vazifasining borligi haqida nim qilganda, shundaq o'zi bayonlarni qilgan, shuning bilan boshqa millatlarning davomli mavali qul qatorida shundaq o'zi hisoblagan. Misol keyingi vaqtda shu Mamluk Mamluklar degan bir davlat qurilgan. Shu o'tir sharqda Mamluk davlati. Mamluk deganning o'zimi qullar davlati degan gap aslida. Shu vaqtdagi Mavaliyning o'zi nimaniki Umayya sulolasiniki qilgan ahanetlerge chidab bo'lanmay, keyingi Abbosiya davri kelgan vaqtida bular o'zi Mamluk davlati qurdi. Qurib uzoq o'tmaydi, lekin uzoq o'tmasimi, ammo bir davlatni qurdi shu vaqtida. Ondan keyin Abbosiya sulolasi maydonga keldi. Abbosiya sulolasi 750-yildan boshlab 1258-yilgacha 500 yil hukm surdi. 500 yil hukm surgan shu davrda Abbosiya sulolasi Umayya sulolasidan bo'lgan farqi nima degan vaqtda jiq farqlanmaydi. Bularmi o'zi
millatchilik ustiga qurildi, ammo doirani kengaytgan bo'lgandan keyin boshqa millatlarni bak chetqa qilib ketmagan shart ostida, ya'ni 2-3 sinf qatorida ko'rdi, qul qatorida ko'rolmay 2-3 sinf qatorida ko'rdi. Bu davrda nim bo'ldi degan vaqtda buniki eng cho'ng xatoligi Umayya sulolasi zamonida to'qilgan butun rivoyatlarning o'zini qalamga olib kitob olti keltirish nemisi davri boshlandi. Misol şu nimeniki Abbasiya sulolasi zamonida mesela İmam Buxoriy 810-yil tug'ilib 870-yili vafot bo'ldi. 60 yoshida vafot bo'lganda İmam Müslimning o'zi 817-yil tug'ilib 875-yili vafot bo'ldi. İmam Tirmiziyning o'zi 824-yil tug'ilib 892-yili vafot bo'ldi. Ebu Davud'un o'zi 817-yil tug'ilib 889-yili vafot bo'ldi. İmam Nasai'ning o'zi 829-yil tug'ilib 915-yili vafot bo'ldi. Ya'ni demakki, shunday ketilar bu nimalar? Demek 815'ten başlap 950 aralıkta şu rivayetler tamamen özü kitap altı keltirildi. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Ebu Davud, Nasai degan o'xshash mush kitaplar. Keltirilgandan keyin payg'ambar nimaniki Hazrat Ali bilan Muaviyniki zamonida ayrılgan firqalar, misol Xavarij deymiz, shunday har xil Mu'tazil deymiz, ashlarniki hech qanday e'tiqodiy jihatda bir bo'linish bo'lmagan odamlar. Faqatla biz nimani elini qo'llaymiz, biz Muaviyni qo'llaymiz degan odamlar. Hozirgi partiyaga o'xshash misol. Xuddi Oq partiya, Millatchi harakat partiyasi degandek Turkiyaniki nemisini misol qilsak, shunday bir partiyaga odamlar keyingi vaqtda shu rivoyat hadislar o'tirib chiqqandan keyin shu rivoyatni asos qilib, ularga ayrim bir e'tiqodlarning o'zini o'tirib chiqardi. E'tiqodni o'tirib chiqarish orqali islom e'tiqodini yiroqlashtirish maqsadida bu e'tiqodlar o'tirib chiqdi. Hozirgi shu ahli sunniy val jamoa deymiz, Mu'tazil deymiz, Ash'ari deymiz, misol Jabri deymiz, mush e'tiqodlarning hammasi nima degan vaqtda shu nimalarning o'zini shu rivoyatlarni asos qilish orqali yozilgan e'tiqodlar. Bu e'tiqodlar orqali islom e'tiqodini yiroqlashtirilgan millatning o'zi. Misol İmam Maturidining o'zimi 853-yil tug'ilib 944-yil vafot bo'lgan ekan. İmam Ash'arining o'zi esa 874-yil tug'ilib 936-yil vafot bo'lgan. Demak, shu rivoyat kitoblari o'tirib chiqqandan keyin 15-20 yildan keyin bu aqida kitoblari o'tirib chiqishga boshlagan. Şunun bilan bu islomga to'g'ri kelmaydigan narsalarni yozish uchun uningga dasmiy bo'lgan narsa nima degan vaqtda shu rivoyat hadislari dasmiy bo'lgan. Bu rivoyat hadislari niki kelib chiqishi Muaviya Umayya sulolasiniki 91-yillik davrida tamamen to'qib tayyor qilingan nimaning o'zini dasmiyini akilib, bu o'zi e'tiqod nas keraklarni ijod qilgan misol. Endi bizga kelsak degan vaqtda bizniki 920-yili Sulton Sutq Bug'roxon islomni qabul qilgan degan shu Sharq Turkiston tarixiy kitoblarida shu bor endi. 920-yili uni qabul qilgan bo'lsa, shu imomlarning o'zi hozir mana İmam Maturidi 853-yil tug'ilib 944-yili, ya'ni 91 yoshida o'libdi misol. Shu odam shu rivoyatning o'zini nim qilib, hammani tayyorlab, shunday aqidani tayyorlab bo'lgan vaqtda o'tirib chiqqan narsa degan gap. Yana bir tarafdan hozirgi shu bizning qo'limizdagi Hidoya Sharvaqay degan kitobning o'zimi shu vaqtda davlatning qonuni bo'lib, shu hamma narsa fiqh deb shu narsa bo'lib bo'lgan vaqtda ularning qo'liga tekkandan keyin bizning qo'limizga, yana bizning ajdodlarimizning qo'liga islom deb berilgan narsa Arapniki qonuni, Arapning urf-odati, Arapniki o'zi tarixiy madaniyati bu bizga islom nomida kelgan. Shuning uchun bizniki ajdodlarimiz, bizniki diniy olimlarimiz davomli tashviq qilgan narsa nima degan vaqtda
Peygamber Aleyhisselam andak kiyinetdi, asahab mandak kiyinetdi, mandak nesini yeydi, andak nesini yeydi deydi. Anığı minetdi, manığı minetdi deydi. Ama şu mollunun özüne sen bir haketin tögü minip baktın mı dese o nimesi yok hem de. Demek Peygamber Aleyhisselam'daki devirde, Arap'ın şu devrildi mingen nesillerini, yigen nesillerini, keygen nesillerini, çağan nesillerini din kubul kılgı için hazırki vaxtda misal müzik çağa vaxtda mı dap çelişki boludu, kalan nesil çelişki olmaydı deydi. Neme için diye vaxtda Arap medeniyetini kubul kılgan boğaşka, Araplar dap çağan boğaşka, Arap'ın depin çasak boluduğun, özümüzdeki dutta tamburun çasak bulmaydıgan mandak bir petvanı beriklik misal. Şekilge qarab diken ve mahiyetini kömep diken. Hem de Umeyye Sulalası zamanısında İslam'ını tamamen Arap'ka iman keltiriş, Arap'ın medeniyeti, tarihi, örf adet, neskereklerin dinde itiraf kılış, muşu kollanılgan boğaşka o bir adam Arap'ın üstüdün mında gekisi hazırki vaxtı Uygurlar Xitay'nın mında koysa Xitay onu ya yok kılıdı ya turmuş olap koygan qoxşaş o vaxtda mı aşındaq özü nayeti eğir bir vaziyet boğan onun üstüge Arap bolmagan milletler özünün tildi sözleş çeklengen zamanlar boğan. Tam hazırki Xitay'niki siyaseti qoxşaş aşındaq işler boğanda. Onun için misal şu nemede Peygamber Aleyhisselam zamanında olsun, şu halifeliğindeki yani Ebu Bekir Umer'niki zamanlarda olsun bir yer basa o yerde özü koral kötemigen insanlarını öldürdüğün sen Müslüman bomudun dep öldürdüğün bunda bir işler yüz vermegen. Hatta ki dinden qaytib ketken adamlarını öldürüşme bombagan. Neme için diye vaxtda dinden qaytib ketken adamlarga ölüm cezası beriş Kur'an'da yok. Onun için bu Ebu Bekir Umer bu iş kısmı o Peygamber Aleyhisselam'daki tutkan yolu boyunca Kur'an'ı eslip mangan sahabeler boğaşka bu işlerini kılmagan. Ama bizniki ecdatlarımız kelgen dinde çödüge vaxtda Sutuq Buraxan'ın qoluğu kelgen dinnin özde murtatni öldürüş, kafirni öldürüş, yani İslam'a kirişki unumgan kafirlarni öldürüş degan bu prinsiplar boğan boğaşka bunun özü hidayeti ba mollul hemiz kösü buldu. Sutuq Buraxan vatanda ömrü vaqi şu İslam'a kirdirme dep köreş qilgan, İslam'a kirmaganlarni yoki İslam'dan yenib olganlarni öldürüş bilan hayot o'tib ketgan. Asli Qur'oni Karimda yo'q u narsa, ammo shu Arablar yoki bizalqi Farislarni qabul qilgan bo'g'ashqa bu islom dinining o'zini shularning dinida bu narsa bo'g'ashqa biz o'zi bizda nurg'unlagan begunoh insonlarimiz islomga kirmadi yoki islomni qabul qilmadi yoki bo'lmaydi, islomdan yenib oldi degan shunday quruq gapning sababi bilan shu vaqtda o'ldirilib ketgan. Eğer şu vaqtda İslam'ı xalqa adam qabul qilsin, xalqa adam qabul qilmasin o'zining shaxsiy ishi bu degan shaklda davlatni undaq boshqargan bo'lsa, bizniki hozirgi vaqtdagi bu davlatimizning ichida Uyg'urlar 100 milliondan eşip ketgan darajada bundaq Uyg'urlar bo'lgan bo'ladi. Yani şu vaqtda taxminan 50% atrofida Uyg'urlar tugab ketgan şu islomning sababidan. Yani yalgan İslam'ı qabul qilamiz deb tugab ketganda Aslida hokimiyatninki o'zining hokimiyatini qo'lga keltirish maqsadida tajovuzchiligini qonunlashtirish, mashruiylashtirish maqsadida uni din nomidan suiiste'mol qilganda. Bo'lmasa nimaniki o'g'ilchoqning zamonida yoki bo'lmaydi, shu Bozir Qarqonlining zamonida, shu janub tarafida, Buxoro tarafida islomni qabul qilgan odamlar bo'lganken İslam sen nima qabul qilding deb ularni o'ltirgan ishlar bo'lmagan. Chunki ularniki tuzumi Uyg'ur urxun xalqidan kelgan tuzum bo'lg'ashqa Uyg'ur urxun xalqiniki territoriyasida har xil dinga e'tiqod qilgan insonlar yashaydi. Faqat ular davlatning qonuniga bo'ysunish, davlat topshir degan bojni topshirish bilan mukallaf, boshqa o'zining diniy e'tiqodi o'ziniki ishi deb bilgan bundaq nima siyosat andaq bo'lganda
u Qarqallar dövlət qurulğan vaxtın bu siyasətlə üstü qurulğan, yəni şu yerdə kelgan Uyğurlar oğaşqa. Amma keyin qo'lga olgan kitob Arabni kitobi o'qishqa ular shu kitobga tayinib turib, andan keyin bu vatan ichida nurg'unlagan begunoh insonlar qatlam qilingan misol. Ya'ni bizga yig'ib aytgan vaqtda bu o'zi Arabniki dini hech qanday bir zarrachilik foyda keltirmagan bizga. Bir qism odam deydi, bu Qarqallar zamonasi degan alomat taraqqib ketgan andaq mandaq bu o'lqa Arabni islom qabul qilgandan keyin deydi, nima qildi, taraqqi qildi misol. O'sha Uyg'ur urug'i xalqining zamonasida matba yasash, qog'oz yasash, miltiq dori yasash shu vaqtda ijod qilinib ketgan. U Qarqallar zamonasida ashning davom bo'lgan bir mazgil shuning uchun taraf turgan. Uningdagi Qarqallarning o'zini biz Qarqallar davri tugidi, uningdagi Uyg'urlar o'zi o'ngchivashqa bir hokimiyatning ustiga chiqib boqmadi tarixda. Misol Saydiya xalqining o'zini Sultan Said xon oxirgi verib Mo'g'ulga taqishidi. Misol Yaqub Begning o'zi berib Anjanga taqishidi misolda. Ya'ni bizning Sharq Turkistondan iborat bu territoriyalik Uyg'urlardan, ya'ni bundaq bir odam chiqib davlatni nima hokimiyat beshiga chiqib, hokimiyat qo'lga olgan bundaq ishlar bo'lmadi. Bu hammasi nima degan vaqtda o'zining kallasi bilan, o'zining territoriyasiga loyiq, o'zining jo'grafiyasi, madaniyatiga muvofiq kelgan holatdagi bir tuzumni tuzib turib, xalqni andaq boshqurmay boshqa bir millatniki tuzib qo'ygan narsani akilib, oyaga boshqurgandan keyin u millatning o'ziga tuzgan narsasi bizga to'g'ri kelmagandan keyin biz ondan keyin o'zi mag'lub bo'ldik. Ya'ni bir tarafdan aytgan vaqtda nima degan vaqtda o'zining ishonchini tamoman arablarga bog'lab qo'ydi Uyg'urlar. Shu vaqtning o'zida o'zida ishonch yo'q. Arabning peshiga eslolish kerak davomliq. Bundaq bo'lgandan keyin u o'zida ishonch bo'lmagan odamlar unda hokimiyat qurish mumkin emas-da. Shuning uchun bu yerdagi davomli hozirmi mana Nurg'oyadagi Uyg'urlar nima deydi desa, ummatchilikni bozorga soldi. Ummatchilik o'li bizning nima ishimiz bor? Zaten shu bizning beshimizga balo bo'lgan narsa shu ummatchilik emasmi hozirgachilik? O pan İslamizm degan narsa bizniki beshimizga zaten balo ulug'liq. Hech bir yerda Alloh taolo Qur'oni Karimda bütün musulmonlar birlashib bir davlat qursin degan yer yo'q. Onundan keyin Uyg'urlarda milliy kimlik doirasida nihoyatda ig'ir bir xatolik o'tgan, milliy kimlikka davomliq dinning o'zini asos qilgan, o'sha dinda o'zi birlash nemisida milliy kimligimizni bu din saqlaydi degan o'z dinga otib qo'yishdan iborat bundaq bir ishlar bo'lgan. Hozirmi shundaq nurg'u yerlarda bu nihoyat xato bir e'tiqod, xato bir tushuncha. Uyg'urlarniki milliy kimlik doirasidagi narsa emas din. Din shaxsiy bir narsa. Her inson e'tiqod qilsa o'zining shaxsiy ishi, e'tiqod qilmasa o'zining shaxsiy ishi. Qas dinga kirib olish, chiqib olish o'zining shaxsiy ishi. Chunki u Xudo bilan o insonning orasidagi ish. Ama milliy kimlik deganning o'zi bir millatniki madaniyati, tarixi, urf-odati, tili, yezig'i birlashgan holatda bo'lgan vaqtda buning o'zi milliy kimlik bo'lgan gap. Ya'ni Uyg'urlar milliy kimlik doirasida, ya'ni o'ziniki Uyg'ur kimligi doirasida birlashish bu nihoyat muhim, ammo islom dini sohasida undaq birlashishning o'zi bu o'zi mumkin emas narsa. Chunki nima uchun degan vaqtda hozir biz mayda gap qatimiz, lekin o'zini ahli sunniy val jamoatchi deb hisoblagan to'rttal mollani bir yerga ekib qo'yib turib, toshbaqining o'zi halolmi harommi deb o'tirib bir tashlab qo'ysa, bitta toshbaqini u 4-8 ga bo'linib o'shada hech qanday bir narsa hal qila olmaydi. Shuning uchun bu nim bilan bu din bilan o'zi biz milliy kimlikni turg'izimiz degan tamoman xato bir narsa. O millik uning ustiga millat bir odam bir tug'ilgan vaqtda bir millat bo'lib tug'iladi. Masalan, men tug'ilgan vaqtda Uyg'ur bo'lib tug'ildim. Chunki ota-onam Uyg'ur bo'lganligi uchun. Ammo men aqlimni qo'limga elib, uningdagi islomni keyin qabul qilaman-da uni. Qabul qilsam, keyin qabul qildim misol. Bunda qo'yganki nima degan vaqtda inson hech bir zaman millat doirasidan chiqib keta olmaydi, ammo diniy doiradan desa xolis kira oladi, xolis chiqib keta oladi. Bu hech bir zaman bir millatniki milliy
territoriyasini belgilaydigan bir narsa emas, din. O her bir insonniki shaxsiy bir ishi. Shuning uchun bu yerdagi narsa masala nima degan vaqtda biz arablar bilan diniy birligimiz bor yoki milliy ummatchiligimiz bor deb o'tirib, ularni qo'riq eslab va hokazo qilish qanday hojat yo'q. Davlatniki ishiga kelgan vaqtimi, davlatniki ishi din bilan emas, manfaat bilan bo'lish lozim. Milliy manfaatimizni asos qilishimiz lozim. Diniy e'tiqodimizni asos qilish bu butunlay o'z davlat qurishimizga to'sqinlik bo'ladi yoki xato bir narsa bu. Shuning uchun biz davlat qurimiz degan bo'lsak, biz kimdan foydalana kim bizga manfaat beryapti, buni asos qila olishimiz lozim. Dinimiz bir deb o'tirib, uningga o'zi qo'rg'imizni qo'yib bunda qilsak, biz tamoman o'zi mag'lub bo'lamiz. Zaten mag'lub bo'lib kelgan burun tortib. Shuning uchun bu yerdagi yig'ib aytgan vaqtda nima degan vaqtda hozir biz shu yarim soat, 1 soat bo'lib qoldi. Shu so'zlagan so'zning ichida ya'ni 600 yil shu nimaniki Umayya sulolasidan boshlab Abbosiya sulolasiniki tamom bo'lishi hammasi qo'shilib 600 yil Payg'ambar alayhisalom zamonasidan boshlagan vaqtning o'zida bu o'zi 600 ikki sahobaniki 3 sahobaniki 30 yilni qo'shgan vaqtida ya'ni 650 yil 750 yil 650 yilda 650 yillik o'zi nima xalifalik payg'ambarlik zamonlarini hammasini hisoblagan vaqtida Payg'ambar alayhisalom o'tirib qo'ygan dinni bu qolgan 500 yillik 600 yillik o'zi nima xalifalik sulola Umayya Abbosiya sulolasi tamamen o'zi yondirib, ya'ni o'zi arablarniki asl diniga akib qo'yganligi ashyadan ochiq chiqib turdi. Misol bizniki hozirgi endi e'tiqod qilayotgan dinimiz qasdin degan vaqtda arablarniki ko'na shu Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burungi dinning qoldiqlari bular. Uning ichida bir qism Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish degan modlar bor. Lekin uniki shu masalan bir tal namozni misolga olsakmi, namozning ichida %70% shu Umayya sulolasi shu nimaniki jahiliyat yana shu nimaniki mushrik vaqtidagi namozniki qoldiqlari kirib qolgan. Misol Qur'oni Karimda 3 vaqt namoz zikr qilindi. Bomdod namoz, peshim namoz, xuftan. Her vaqt namozning o'zi 2 rakat zikr qilindi Qur'onda. Agar tahdid ostida qolib qolgan chaqda desa 1 rakat o'qish Qur'onda ochiq turdi. Hozirgichilik misol shu diniy olim biz deyotgan insonlarning o'zini sen diniy olim ekansan, sen musulmon ekansan, musulmonning tek olimi ekansan, sen namozning o'zini 2 rakat namozning o'zini sen Qur'on qarab, Qur'onni qanday ko'rsatdi shuni qarab o'qib vaqtingmi desa, 99 Qur'on qarab o'qimoqlik. Hech qanday bir ibodatni Qur'on qarab qilmoqlik. Qur'on qaramay turib ibodat qilib, bu ibodatning oxirisida Qur'on shunday bir va'dalarni qilibdiki, shu va'da qilingan narsaga men erishmay deyish qanday mumkin bo'ldi misol. Sen Qur'on ko'rsatgan yo'lda mangmay turib, Qur'on va'da qilgan narsaga erishmay deyish qanday bir xam xiyol bo'ldi misol, Bundan mahrum qanish bo'lamdi insonga. Shuning uchun biz Qur'on va'da qilgan narsaga, ya'ni nijotga erishimiz degan vaqtda nima qilishimiz kerak degan vaqtda Qur'onga ergishishimiz kerak. Qur'onni yetakchi qilishimiz kerak degan gap. Qur'on ko'rsatgan yo'lni menishimiz kerak. Eğer Qur'on ko'rsatgan yo'lni menib turib, Qur'on degandek ishni qilib turib, shu ishga yetishamisak, u vaqtda yetamay qolib qolsak, u vaqtda bu Qur'on yolg'onga desak, u vaqtda haqqimiz bo'ldi. Ammo Qur'on ko'rsatgan yo'lda mangmay turib, Qur'on va'da qilgan narsaga erishim deb xam xiyol qilish butunlay o'zi quruq bir narsa u. Bir qancha savol paydo bo'ldi-da, vaqtida so'ramsam qochirib qo'yishim mumkin. Bo'ldi. Sizlar bayatini deb o'tib ketdikki, 650 yil mobaynidagi islomiy sulolalarninki tarixiy jarayoni Payg'ambar alayhisalom qoldirib ketgan dinni butunlay o'zgartib qo'yganligini deb o'tib ketdilar. O'tirib qo'ydilar. O dinning o'zgartirilgan nimasi sohasi, uninki ibodat sohasimi
ve yoki faqat hokimiyat sohasimi yoki hammasini o'z ichiga oldimi bular? Bu 100% emas, ama bu o'zgartgancha 70%, 60-70%ga tamamen o'zgartirilib ketganda, buni da e'tiqod birinchi nimada e'tiqod o'zgartirilib ketgan. Masalan, e'tiqodning o'zini Xudoning o'zini nima shu tushundigan yerning o'zida eng oxirgi borib Xudo yo'q degan yer chiqib qo'ydi misol. Xudoning yuzi bor desak bo'lmaydi, Xudoning qo'li bor desak bo'lmaydi, Xudoning turadigan yeri bor desak bo'lmaydi, Xudo degandekin bizga bir muallim daskaga bir rasmni chizib, Xudoning qo'li bormi desa yo'q. Ikki qo'lini o'chirib o'tib, Xudoning puti bormi desa yo'q. Qo'sig'i bormi yo'q, beshi bormi yo'q degan hammani o'chirgandekin daskada nima qoldi shu vaqtda? Hech nima qolmaydi. Xuddi shunga o'xshash Xudoning Xudo degan bir kelima bor. Xudo degan kelima bor degan gap ham hozir ahli sunniy val jamoa va kazalniki e'tiqodida. Ammo Xudoning o'zi yo'q degan ma'no chiqadi uning o'zidan. Xudo Qur'onda Allohning qo'li sizning qo'lingizning ustida deydi-da. Alloh arshining ustida turadi deydi. Ar-Rahman alal arsh istava deydi misol. Alloh taolo bir zot, ammo u butun o'z koinotdagi moddalarga o'xshamaydigan ayrim bir zot. Ya'ni uniki moddiy jihatda bu butun koinotga hech qanday bir narsa o'xshamaydi uniki nimasi degan gap hamdi. Xuddi hozir masalan bir yog'ochni misolga olsak, yasagan narsaning hech birisi u yog'ochning moddasidan bo'lmaydi-da. Xuddi shunga o'xshash bir narsa hamdi. Ashta desa, uning o'zini Ar-Rahman alal arsh istavaning o'zini Alloh arshining ustida desa, berib nima deydi desa, u arshining o'zini Alloh taolo u yerda emas qilib, demak Xudo yo'q degan gap mana shu vaqt bu xoniki nazarda. Eng oddiysi payg'ambarning so'zlagan vaqtda payg'ambar alayhissalomning u Xudo keyin biz insonlarning ichidan tanladik degan nimaning o'zini istifa degan kelima bor Qur'oni Karimda. Bu tanlash kelimasini tamoman rad qilib, payg'ambar alayhissalom hatto Odam alayhissalomdan burun yaratilgan bo'lib, uning nuri ashundaq kelib tak Abdullohniki vujudidan o'zi Aminning vujudiga o'tib, uningdan tug'ilganlik haqida bir hikoyani o'ydirib, hozir men Qandillar va payg'ambar alayhissalom onasini qo'sliqqa paydo bo'lgan kechasi deb. Ashunchalar bilib ketganda, bular shu payg'ambar alayhissalomning tushgan vaqtdan tortib bilib bo'lgan misol. Bu kadar yani rezilde bu adamlar. Hatta bazı hadis kudusi degan hadisler var. Seni demişsem dünya yaratmaydım degan o'xshash. Mevlaki lama halaqtul aflak degan shu rivoyatlar var. Mening endi burun bizilki an'anaviy islomdagi tushunchimiz bo'yicha shu kim qaltis so'zlayolsa shuning gibi bilan, kim ta'sirlik o'qiy olsa shuning sepi bilan, kim bekirek şu jipjonschi jonliq tasvirlab madala qilsa shuning hikoyasidan ketdiqda umrimiz shunday o'tib ketib qoldi. Endi men Qur'on markazlik din tushunchasidan ushqashqanning yog'i butunlay tafakkurga bog'lanib, ana markaziy temisidagi la ilaha illallohga shuni fuzul o'ynagandek ekilib silib tushmay qolib qolsa tashlab bunda mangadigan gapkin endi bu din degan asosan. Bu şekilde kelish orqali oxirida kelgan xulosamiz nima bo'ldi desa, dinning shakl qismini qoldirib qo'ygan, ya'ni jildini desak, jildi shu ustam yasagan jild shu, lipapsi shu, mark shu, ammo ichiga Chorshanbazorning qishmisini ekilib tiqib, bo'ylab pomlagandek, saxtipes, samspezning saxtiskariga o'xshash va dinning ichidan buzib ekan bu. Albatta. Hem de nurgun adamlar o vaqtda Qur'on bağı, Qur'onni buzganmı deb bundaq savol so'rash mumkin. Qur'onni mi buzgan bular? Qanday buzgan degan vaqtda Qur'onning matnisi bor ichida, lekin uning sharhlarni yozib, nurgun rivoyatlarni kelib u yerga burmulgan misol. Qur'onning matnisini burmulash orqali buzgan. Shuning uchun bu yerda misol nurg'ulg'an mazhablar, nurg'ulg'an ahkam sohasidagi, aqida sohasidagi mazhablar, andakin o'z ko'z qarashlar bu dinning ichiga kirib ketgandan keyin bir millatniki urf-odat, madaniyatlari bu dinning ichiga kirib ketgandan keyin bir odamni misol olsak, 100 yosh kirgan bir odam misol olsak,
5 yaşdan başlap Kur'an yadlaş vakıza dini o'qishni boshlasa 35 yosh kirgichlik 30 yil o'qisa qadamning o'zi 30 yildan keyin dinni tadqiq qilib 65 yil dinni tadqiq o'lib ketadi endi. O'lib ketgan vaqtda u odam cho'disi hech nima boshqa chiqolmaydi. Chunki u odam tutqidek bir yer yo'q. Antisi ma mazhab chiqayotgan, mantisi a mazhab chiqayotgan. Shuning o'zi hozir mana bu Sharq Turkiston o'limalar birligi qancha yil burun biz saqal to'g'riliq bir talash tortish qildi. Talash tortish qilib, birisi vojib deydi, birisi sunnat deydi, birisi mustahab deydi, birisi odat deydi. Onundaki falan alim mandak deydi, piston alim mandak deydi deb, aşağıda talash tortish qilib, en oxirida boshqa chiqolmay, hammasi bekarni tomoqni yeb ketdi İstanbuldan. Yani bütün dünyadaki dini alimlarni bir akasi saqal bir tal saqalni boshqa chiqolmagandek holatda. Misol, nima uchun degan vaqtida A mazhab qarshi mustahab deydi, ma'nin qarshi sunnat deydi, ma'nin qarshi mubah deydi, anin qarshi vojib deydi, ma'nin qarshi odat deydi misol. Unda qo'ygandan keyin bu narsa boshqa chiqmaydi degan gap. Odam u nima uchun bu odam bu dinni boshqa chiqarmadi? 65 masalan 95 yil din bilan jadallashib 100 yosh kirgan bir odam nima uchun boshqa chiqarmadi desa, uning o'zini boshqalar nima deydi desa, u Qur'on yani din degan ajoyib chunqur bir bilimki, uni undaq o'z boshqa chiqish asla mumkin emas. U o'zi ash odam shunchalar o'qib shundoq katta olimki, ammo ash Qur'onning ichidagi kichkina bir narsani bilgan bo'lishi mumkin deydi mana. Shuni u Qur'onni hech kim boshqa chiqarmaydigan bir narsa qilib ko'rsatdi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, boshqa chiqarmaslik emas bu yerda. Boshqa chiqarmaydigan qilib atgan. Boshqa chiqarmaydigan ashundaq o'zi qarpatqaqdek qilib atganda u ayang chiqdi bexiltigan mayang din degan narsani topib olmaydi masalan hozir Qur'onning o'zi 300 varaq kitob. Dünya din nomida yozilib ketgan million dona kitob bor. U million dona kitobning orasiga Qur'onni tashlab qo'ysa topqilim bo'lmaydi. Xuddi bir qumning orasiga bir tas jinglan tashlab o'tgandek. Unda qo'ygandan keyin bu yerdagi narsa nima desa, u halqa 100 yosh kirgan olimmi butun hayoti bo'yicha izlab berib, ash jinglan topolmay o'lib ketadi endi. Xuddi shunga o'xshash narsa. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bu payg'ambar alayhissalomniki shu payg'ambar bo'lishdan burun Makka mushriklardan mushundaq talashlar har xil mazhablar bo'lgan. Bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomning ichisi qilib shundaq turgan vaqtning o'zida bu islom dini kelgandan keyin islom dini bilan nur ash masalalarni hal qilib millatni qutqazgan misolda. Ham hozir biz-ku degan vaqtda payg'ambar alayhissalomdan burunqi millatni qutqazolmagan dinga biz kirib qoldik hozir vaqtda. Uning uchun biz millatni qutqazolmadik. Şuna xulos qilgan vaqtida millatimiz yaxshi o'ylanishi lozim. Hozirgi nima falan rivoyat qildi, piston rivoyat qildi degan hikoyalarning o'zini anglash orqali biz dinni o'rganyapmiz deb o'ylamaslik lozim. O butunlay hikoya u narsalar. Cho'chak, masalan, rivoyat degan narsani bilish kerak. Rivoyat deganning o'zi ma Google qilsam bundaq tarjima qilsam chiqadi. Şu rivoyat degan so'zning o'zini biz o'zi tushunishimiz lozim. Roman degan bundaq ma'nolim chiqadi unda. Bundaq o'z arabning romanlari, arabniki maqol tamsillari, arabniki o'zi she'rlari, masalan, bundaq narsalarni o'qish orqali, arab adabiyotlarini o'qish orqali biz islomni qabul qildik yoki islomni o'qiyotimiz, islomni o'rganyapmiz deyish butunlay xato. Bu to'g'ri bir narsa emas. O'zi hech bir zaman islomga to'g'ri keladigan narsa emas. Islom nada desa Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimdan boshqa yerdan islom o'rganma degan odam yolg'on islomni o'rgandi. Hozir biz nurg'un sohada, misol Qur'oni Karimdan nurg'un halol harom masalasi bo'lsin, nurg'un narsalarda javob berib o'tdik. Qur'oni Karimdan javobini tepib, bir tal yerda hozirgichlik bir to'silib qolmadik. Nima uchun degan Qur'oni Karimda bor u narsa. Agar biz bilsaklar Qur'oni Karimda bor u narsa. Biz o Qur'oni Karimni oyat tashlab qo'yib, undan keyin o Qur'onni mazhab qilib, bir odamniki ko'z qarashlarga qilib,
Nasih mansih oyunu oynab qilsak, o hech qanday bizga Qur'ondan bir ahkam chiqmaydi. Ama onu biz Qur'ondagi Alloh taolo bizga tushuntirish usuliga asosan tushungan vaqtida o Qur'ondan hamma narsani topa olamiz. Oldimizda bo'layotgan masalalarni to'g'ri hal qila olamiz. Millatning yo'lini to'g'ri o'z ko'rsatib bera olamiz. Hozirgi diniy olimlar millatga to'g'ri yo'l ko'rsatib bera olmasligining tub sababi nada desa Qur'onning sirtida bular. Qur'onsiz musulmonlar bular. O'zini musulmon deydi. Bizni tek musulmon islomni chikati deydi. Qur'onga ishonish, Qur'on nima? Musulmon bo'lgan odamning bir vazifasi Qur'onga ishonish. Ya'ni Allohning kitobiga ishonish. Hech bir zaman rivoyatga ishon, shu arab yozib qo'ygan fiqhga ishon yoki yanminasiga ishon degan hech qanday bir narsa yo'q. Uniga ishonish zaten insonni dindan chiqargan narsalar. Endi aklımızı kelsak, beşimizde çişimiz yoktu. 70. yıllar tug'ilgan bolalar asosan eslayoladi bu voqeliklarni. Uning oldida tug'ilgan yani 70'ten yani 80 kadar değil. Beşimizde çişimiz yoktu. Çünkü çaç koyaş kapırının işi deydi. Çişimizden onun sonunda şu gal usturda gıydap elip jığırtıp çoğun kılgan bizde. Ondan başka şu örf adet dep durup anamның, dadamның dep 40 nazarisi, jil nazarisi deydigan nazarları vardı. Dokmuşluk koyup koyduğun cinninki tabakları vardı. Şam yakıp koyduğun her xil örf adetlerimiz vardı. Hem o karab keyin ügengen vaqtimizda dinni, ma bismillah deganning ma'nosini, men la ilaha degan degan gap dey jurib, shuni shu izdini jurish jarayonlarida bu shu ko'pincha masalalarniki ata-bobom shunday qilib kelgan degan shakldagi qarg'ilashga erishgan natijasi ekanligini va uningki dindagi o'lchamga silish orqali uningki xurofot, bid'at, xatolik ekanliklarini isloh qilib yurib, oxirgi 90 yillardan keyin maydonga kelgan diniy uyg'unish nimasi bilan garchi vahabizm yoki boshqa har xil iqimlarning ta'siri bilan paramparcha bo'lib ketgandek bo'lsa-mu, herhalde bir diniy islohotga kirdi vatanninki an'anaviy shaklda kelgan nimasi. Endi hozirgi gapimizda biz ana 1000 yildan oshgan tarixiga hozirgi kelayotgan nimamizda muhtar ketyapmiz falan bakın deb biz so'zlarimizda shunday ishlatib kelyapmiz. Din nomidan so'zlayotgan qarindoshlarim shunday deydi. Lekin azroq o'tmishga qarasak, bayatni deb o'tib ketgan mazmunlar ham esimizda bor. Ashuna shu kunlarni yashagan edik biz. Endi tamam ma'qul sizlar degan yerga qaytdik dedik. Biz matda ota-bobamizni, ota-onalarimizning qilganlaridan mushrilikdan tortib hamma narsa o'lchamga silib tushirib, oxirida din degan manda bo'larkan deb yurib, o'ginib shu Sayyid Qutbninki Jaloliddin Afg'oniyninki Mavdudiyning fikri yozgan fikrlari bilan dinning o'lchimini ashunda tushunib, menimiz shunda so'qab chiqib, oxirida ummatning farqiga qaytib qoldikki, bizni ummat deb qo'yadigan ummat topolmay biz qashqa chiqib qoldik. Ummatning faturasini o'tadik, ammo mantisini ko'rmadik, pulini to'ladik. To'g'ri. O'xshash tragediyalarda Türkiye sistemisindeki meselelerden şuna kögen bulduk. Ama siyaset meselesi ayrı bir mesele. Azar kadar Fedayla İkran'da siyasi temalarda münazır edip vardık ama dini temalarda münazır baskıçıga kirmedik. Çünkü karşı taraftan tamdan kendini götürüp otuldığın bilen aldığımızı çıkıp, kitaplarını götürüp çıkıp bizge ma meselede mandat depsen, bunda emas mandatı degen adamlar tak çıkmadı. Bundakin çıkıp kala eğer hakikat samimi bolsa. Bugünkü temada muhim o'tirib qo'ygan biz din deb tushungan dinning asli mohiyatiga shu intayin zil nuqtasiga qadar chitishlik bo'lgan masaladan birisi dinning insonga shaxsiy bir masala ekanligi to'g'risidagi fikr. Buni Sayyid Qutbning kitoblarida bo'lsin, boshqa manbalarda bo'lsin, din insonning butun shu aloqador sistemasining hammasiga teng ta'sir qiladi va hammasini o'z ichiga oladi. Undan birisini chetga qoldirsang bo'lmaydi degan fikr bilan kelgan to'q. Shuna tushunib kelgan. Ashuna tushunganligimiz uchun o'zimiz yasamoqchi bo'lgan zotimizni tortib, qurmoqchi bo'lgan davlatimizni tortib, hammasiga islomning qalbini kiyilib, endi uni qo'rashtirib olmay bijimiz chiqib ketadi-da, ko'tarib ololmay. Lekin G'arb dunyosi
Aşina hamda şu Luther'dan başlangan felsefiçi alimlar din öz insanın şahsiyetiga alaqadar narsa ekanligini aqliy xulosadan tepib chiqib, uni chirkov bilan o'zining doirasida qoldirib qo'yish, qolgan insonning shaxsiyatiga tashlab berish, ammo umumning ishiga kelgan chog'da umumiy ziyon qilmaydigan, ko'pchilik birlashib turib bir narsaga kelishsak shunga rioya qiladigan sistemani o'rtaga chiqish orqali g'arb dunyosi ko'rinib oldimizga kirib ketib qoldi. Kirib bo'ladi. Aslında dindeki körsetmiş şu iken. Bunda olsa qanday ular bu g'arb dunyosindagi dinsiz olimlar o'rnini tep chiqdi degan savol chiqishi mumkin. Chunki din aql ustiga qurilgan din ekanda. Albatta. Bu aqlsizning dinning ishi yo'q asli. Shunga iymonning shartlaridanmi, ya'ni mukallaf qilingan, islomga mukallaf qilinguchi insonning eng oldindan hozirlashdagi sharti aqli bo'lish, aqli sog'lom bo'lish ve kamal coğrafiyalik nimasi jihatdan jismoniy va ruhiy jihatdan o inson balog'at ketgan bo'lish. Mushuk shartni asos qilgandan keyin endi sana ma farz qilindi deyilgan gapkanda. To'g'ri. Oshunda degan bo'lganligi uchun shu aqldan chiqqan xulosa dinning asl ruhiga zid chiqmaydi ekan. To'g'ri. Shunga g'arb dunyosi uni tepibdi. Bizning oldimizga kirib ketib qoldi. Endi bizning qalbimizda hozir qadar shu qurmoqchi bo'lgan davlatimiz islom bo'lish kerak, shariat davlat bo'lish kerak. Kur'an'ı kanun kılışımız gerek degen meselelerinin hemisi de biz ictimai hayatımızdan tartip bütün toplumның hemme nersine şu toplumның menfaati için ortak bo'lgan bir noktada kelishishni asosli qilmasdan o'zimizning chiqolmaydigan bir patlaqni biz tanlab turib qolgan bir masalaga duch kelyapmiz. Mush yerda qarindoshlarimizning bugungi programmani agar ko'rgan bo'lsa va bundan keyin ko'rgan qarindoshlarimizga samimiy tavsiyamiz dinning zaten mohiyati haqida, uni kimga aloqador qilganligi, kimga tushganligi, insonning shaxsiyatiga aloqador qismi bilan jamiyatga aloqador qisminiki faslini aniq ayirib olishini bir tavsiya qilib qo'ygim keldi. Sen uzatib qoldim. Bu. Ondan keyin bu Qur'oni Karim Sura Baqaraning 170-oyatida va idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u alayhi ma albayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la yaqilun shay'an wa la yahtadun deydi. Bizniki hozirgi insonlarimizniki tutayotgan yo'limiz shu mana. Ularga Allah tushirgan narsaga ergishinglar degan vaqtda ular biz ota-onamiz tutgan yo'lga ergishimiz deydi. Ota-onasi la yaqilun shay'an bir narsa kallasini ishlatmagan va to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lsa, qandoq ular shu xato yo'lda bo'lgan ota-onasiga ergishadi? Ya'ni baljaqa ota-onaga varislik qilish vazifasi bor. Onunki zaten medeniyetini örf-adetini hep mağdırgan gap. Bu sahada radikal turumuz zaten. Ama dünyada özümüzün yolunu tep menişte devamlık atam köstüpegen yol muşun mağasa olmayı demez. Kas yol doğru olsa şunu da meniş. Bu adamdaki vazifesi diyen gap. Şunun için bu yerdeki neyse neyme diyen vaxtda birinciden bizniki hazır etiqat kilovatımız diyen muş hazırki an'anaviy İslamның o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan islom emas. %70%, 60-70% yeri, yani 50% ko'proq degan gapda mana 3'te 2 qismi zaten bu islom diniga to'g'ri kelmaydi. Yani Qur'ondagi islomga to'g'ri kelmaydi. İkincisi, milletimiz hech bir zaman milliy kimlikni islom bilan o'lchamaslik lozim. İslam bir milletniki milli kimlik dairesi girmeydi. Çünkü dini itikat her insanın şahsi işi. Bunu Kur'an-ı Kerim lekum dinukum veliyedin diye ayetinden bayan kılan. Her adamdaki dini yüzüge. Dini itikadı yüzüge diyende. Çünkü ne için diye vakti o din diyeni Allah'ın insanı oturuş kınayası. Onda koğadıkin o adamdaki Allah'ın insanı oturuş kınayasını İnsan bilen insanın oturuş nesini aylandırıyor bu fitlay hata diyen gap. Şoňa biz bu ýerde insan bilen muamele qilgan wagt ýörse, insanlyk sifatymyz bilen muamele qilishimiz lazım. Etrafymyzda qanday bir diniň itiqad qıldygan insan boluşyny qat'i nazar, onuň biz insanlygymyz bilen muamele qilishimiz lazım. Özümizin musulmanlygymyzyň özüne, özümizin dini itiqadymyzyň özüne Allah bilen özümizin oturuşy goýuşymyz lazım. Faqatla Allah Taala buyurgan bir näse var. Toğru näsini sözlep koyuş.
Uni xohlagan odam qabul qilsa bo'ladi, xohlagan odam qabul qilmasa qabul qilmasa o'zining ishi. Ammo qabul qilmasning sirtida u degan odamni tillab, haqoratlab qilishga hech qanday hojat yo'q. Hech kimni majburlamaydi bu dunyoda. Shuning uchun bu dinda la ikraha fid din, dinda zo'rlash yo'q. Zo'rlash bo'lmagandan keyin u bir odam dinni so'zlagan bo'lsa, o'zingdagi e'tiqodiga u to'g'ri kelmaydigan narsani deb qo'ygan bo'lsa, uni tillab haqoratlashga hech qanday hojat yo'q. Bu aqlsiz odamni deydigan gibi bu aslida. Xohlasan qabul qil, xohlamasan qabul qilma, o'zingning ishi. Misol. Shuning uchun bu yerda masalan biz davlat quramiz deb turayotgan bir millat davlatni islom nomida u davlatniki beshiga kelgan odamning o'zi musulmon bo'lmaydigan mundaq bir shartlarni qo'yish hech qanday hojat yo'q. Qur'oni Karimda omonat ahliga berilish to'g'riliq oyat bor. Omonatni ahliga beringlar deydi Alloh taolo. Bu nima degan gap desa, bir davlatga lider bo'lalaygan yoki bir davlatni qutqizishga lider bo'lalaygan odam u millatning ichidan qanday dinga e'tiqod qilsin. Dinga e'tiqod qilmamdi o'zining ishi yoki e'tiqod qilamdi qilmamdi o'zining ishi. Ammo u odam millatni to'g'ri yetaklab mang'alisa bu yetarlik bo'ldi. Chunki u Xudo va o'zining orlig'idagi ishni Xudoga berdi u hisobning o'zini. Shuning uchun bu yerda u odam besh namoz o'qimamdi, ro'za tutmamdi, Qur'on o'qimamdi. Buning o'zi bizning ishimiz yo'q. U odam millatni to'g'ri yetaklab ketyapmamdi. Buning o'zi bizning hisobimiz bo'lish lozim. Yani bizga aloqador qilgan, bizni aloqador qilgan taraf aşağıda. Bizni aloqador qilgan taraf bu. Bu odamning shaxsiy, misol ba'zi odamlar men shu hozir namoz o'qimasam, meni millat yoqtirmaydi deb o'tirib, yolg'ondan tartamay namoz o'qisa, qanday qilamiz vaqtida? Buni qarashning bo'ldi. Uningga ko'ra u odam samimiy bo'lsin, namoz o'qimaydigan bo'lsa, o'qimaversin, ammo millatning ishini to'g'ri qilsin, bu yetarlik. U namoz o'qimadi ishi Alloh bilan u odam o'tirishlik ish. Hisobni uningga berdi, Allohga berdi. Bizga bermaydi uni. Yani dini itiqat insanın milletninki milli kimligiga aloqador qismi, yani milli kimligininki nemisidan omillardan emas degan yerlarda bir yana kichik to'xtalish lozim deb qaraymiz. Chunki hozir qadar bizga o'rgatilgan narsa ashna deb keldi-da. Ashna o'rgatilgan. Yani ziyoli qismmi, diniy ulamo qismiga bo'lgan hurmat, uning nisbatan o'z bilmagan tarafi bo'lgan uchun ularning og'zidan anglagan asosan Muşumu din aşının içindeki bir tür deb qarab, milli kimlikning ichiga dini salohiyatni birga ekirib qo'yganlar. Mush masalani biroz tartishdik ziyolilar qismidagilardan. Agar bu aşınga kirib qolsa, u chaqda davlat kim kirman deydi ekan bu. Davlatning apparatining bir parchasi bo'ladi deydi ekan. Boshqa ijtimoiy hayotning hammasining ichiga kirib oldi ekan bu. Bu qachon insonning o'ziga qaytarilgan chog'da yani insanlar toplumdan birlikte gelgen işlerdeki yeşimle elde tepki çıkan oldu kinde. Doğru. Şuna bu milli kimlikten ama zaten şahsi kimlikten materyal iken. Bunun açıkçılık tarafı haber nesilde bitip ketkenде insan tuğulgan çağda milli kimlikten tuğuldu. O zaten Allah tarafından gelgen hediye. Bunu özgertenmeymez, hiç kaçmaz. Ama din meselesine kaçan aklımız balağa ketkenken ben bu dine itikat kılmayman. Yani Allah'a işlenmeyim ben, bana mı malmayım. Zaten İslam'dan mı nemiz şu ki aynı cennetin yolu ava, devzakın yolu mava, kalırsan kalmazsan ihtiyarın. Dep şu ihtiyarlıktan hesap aldı ki nemde Allah. Elbette. Şunun için bu yerdeki mesele neyim diye vaxtida bizdeki dini adamlarımız hazır ötüyotgan en çok hatalık onunki bayanatlarını gördük. 33 yıldaki devletimizin eslik ekelimizde yazık hala hazırlık. 33 yılı karşı yılı 2024 yıl karşı yıl. Misalda bu tekrar iyisi de yok. Yani milletin ne deydi dese İslam Cumhuriyeti kurumuz. Onu kurmuşsak özü biz ata-anamızdaki tutkan ata-anamız bizge varis miras koygan nesli cayda ne qilman bo'lamiz de bununki nazarda. Asli bu emas maqsad. Biz devlet kuruşumuz lazım ama o devlet hiçbir zaman dini tava emas holatdagi Peygamber Aleyhisselam kurgan devlet şekilde buluş lazım. Peygamber Aleyhisselam kurgan devlet hiçbir zaman İslam devleti emas. O devletin içinde
Yahudilar var, Hristiyanlar var, müşrikler var, Müslümanlar var. Hemmisi hak hukukta beraber. Hem adamın dini itikadı özlüge dep yaşaş bu prensip kılıngan. Hazırkı ötkendeki nimeti ben bu Kur'an'ın nimesi şu layıklık tüzümü doğru keldi desem nurgullar men tillap bir yerler var ki. Sen okup görüşün gerek onun özüne tılga adamla. Hazırkı layık tüzümünün Türkiye hükümeti layık tüzümde misalda bu nime deytse bu devlet ne degeni ne akıl, mantık, ilim bel başkurduğun näse o. Devletni akıl, mantık, ilim bel başkuruş lazım. O dini itikat her adamın şahsi işi buluş lazım. Hiçbir zaman bir adamlık dini itikat çin adam ki ma adamlık gipini elip ma devletlik kanunuga ya prensiplerine ya siyasetlerine arlaşsak boludu ki digen näse bu qası olmaydı diyen gep. O devletniki beşik tuğan adam nemistiki özü territoriyanın içindeki fuqaralının hemmisiga qaysi din, qaysi mezhep ya qaysi millet buluşunu qat'i nazar onun o'xshash holat qonun oldi o'xshash holatda muomala qilgan bo'lish lozim. Qur'ondagi narsa bu. Payg'ambar alayhisalom uning uchun bir Yahudi va bir musulmon yatalish, ya majrasi sababi oldi kelgan vaqtida uni tekshirib ko'rib, shu haq egisi Yahudi ekanligi ayri chiqqanda Payg'ambar alayhisalom o'sha tarafbozlik qilmay turib, adolat bilan hukm qilgan vaqtida adolat Yahudi taraf chiqib qolgan. Shu vaqtda musulmonlar joy chiqqanda yana. Hozirgi bu Cumhuriyet to'g'risidagi gapni qistirib o'tib ketdilar. Ya'ni 33-yildagi Cumhuriyetni eslik keltirish masalasiga da'vo masalasida. Endi xalqarodagi qonunlarga asosan bizning mustamlik qilinganligimizni isbotlaydiganga dalil sifatida ko'rsatish xarakterda ishlatilsa, o yirik ishlatilgan bo'ladi endi. Bundan keyin qurmoqchi bo'lgan davlat masalasida bundaq bir masalalar his qildim men. Shu kechmishimizda biz tilimizga tatbiq qilgan bütün yangilik yaratgan dokunuşlarning hammasini izlasak, hokimiyat, xalqlik, podshohlik, siyosat tuzum har bir narsalarni izlasak, u kechmishning davomi emas, balki bir yangilik ekan shu. İcadiyet ekan shu. Shu davrning ijodiyati ekan. Shu davrning ijodiyati bo'lib chiqqanlik uchun bir dokunuş yarata olgan ekan. Bundaq ekan biz eğer biz vatanning ismi yoki vatanninki bundan keyin qurilmoqchi bo'lgan davlatning ismini bizim bir yangilik ijodiyatlar o'tirg'ilib chiqqan vaqtimizda biz mang'alaymiz bu yo'lda. To'g'ri. Lekin kechmishdagi yo'lni faqat bizning haqsizlarcha mustamlik qilganligimizni isbotlashga ishlatishimiz mumkin. Kelgusi mang'moqchi bo'lgan yo'limizda u koni uslubda yoki koni chaqiriqda minish faqat imkonsiz. Shunga bugunning ijodiyatidan o'tirib chiqishimiz lozim. Diyana ta'kidlab kelyapmiz, Mishalga qistirib qo'ydi deb ketdi. To'g'ri. Chunki nima uchun degan vaqtda shaxsan meniki bundaq ishni qo'llamasligim sababi biz hozirgi 2024-yildagi bir jamiyat yashayapmiz. Biz qanday davlat qursak bu xalqaro bizni qo'llaydi. Ish bo'lmasa qo'llamagan taqdirda bizga qarshi chiqmaydi. Buni biz nazar tutishimiz lozim. Biz eğer aşındaq bir devletni qurgan vaqtda bizni qo'llashni sirtida magu yo'qolib ketsa oldik deb yo'qotsak oldik desa, o vaqtda biz yana qurolmaymiz degan. Masalan, 33-yili Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatini qurgan vaqtda qancha 80 kunda ömür ko'rdik o. 90 kunda. 90 kun mana 3 oyga yaqin ish qilib ömür ko'rdi. Shu vaqtda shu Stalinning o'zi tank zamin aeroplanini evatib lekin vatvarigini chiqarib shu yerda yo'q qildi misol. 45-yil Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgan vaqtning o'zidimi buni yo'q qildi. Nima uchun yo'q qildi degan vaqtda Sharqiy Turkiston degan kelimaning o'zimi bizga to'g'ri kelmaydi shu vaqtning o'zida. Turkiston degandan keyin o Sharqiy Turkiston bo'lgan G'arbiy Turkistonning bog'lig'ini ko'rsatgan narsa, shuni olib bu yerda nima bo'ladi degan vaqtda o'zimizniki qalpoq qirg'iz yo'q degandek, qalpog'imiz yo'qan, beshimiz kichikib qolgan odamlar bizniki. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Yaqub Akning o'zi Qashqariya davlat deb qurgan vaqtda Rossiyaniki, o'sha Buyuk Britaniyaniki qo'llashining butun sabablari nima degan vaqtda uning ichida bir cho'ng bir imperiyaniki ismi o'tirib chiqilgan bir narsa yo'q u yerda. Qashqariya xolos. Ikki davlat qo'llaydi. O Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qilib, uningdagi u yerda
islomchilikni nihoyat o'zi yuqori pallaga ko'tarib qilgandan keyin u yerda nima bo'ldi desa, hattoki ashniki 10 yil oldida Abduqodir Damollam o'sha yerda Shvetsiya, shu Angliyaniki konsullarini urib chiqib, o't qo'yib, shunday qilib ketgandan keyin u yerdagi radikallikni ko'rsatdi bu ishlar. Radikallikni ko'rsatgandan keyin bu har qanday bir davlatga manfaatni bir davlatga yordam berish kelsa, keyin kelgan manfaatni asos qilib yordam qiladi. Bu bekada yordam qiladigan hech qanday bir yer yo'q. Bularniki keyin oldigan manfaatiga tamoman to'salg'i bo'lgan bir narsa ko'rinib turgandan keyin bular degan tashlab o'tib, keyin shuni yutib o'tdi. Demak, bu yergi narsa nima degan vaqtda biz jahon qarta kiyimni 80-yillik, 90-yildagi kiyimni hozir kiymaymiz-ku. Hozirgi zamonga loyiq kiyim kiyamiz. Unda qo'ygandan keyin bu nimaning o'zini o davlatning o'zini hozirgi jamiyat, hozirgi dunyo vaziyati qanday davlat qursak uning o'zini qo'llaydi, hech bo'lmagan chaqda bizni to'smaydi. Buning o'zini o'ylashimiz lozim. Shunga islom davlati payg'ambar qurmagan davlatniki payg'ambar qurmagan bir islom davlatini sanga nima endi bu yerda? Payg'ambar alayhisalom qurgan davlat hech bir zaman islom davlati emas. Hozir bizning Uyg'ur ahlidan boshqa hech bir inson Madina islom davlati demaydi. Uyg'ur mollalarning qishiga kelsa, Madina islom davlati. Qayerda bor shu Madina islom davlati? Qaysi tarixda bor misol? Xuddi payg'ambar alayhisalom qilishni elib, butun O'rta Sharqdagi islomni qabul qilmagan odamning hammasini qirib tashlayotgandek his qiladi. Ammo payg'ambar alayhisalom hech bir yer bunday ishni qilmagan. Hokimiyatga bo'ysundimi? Islomni qabul qilamiz, qilmamiz o'zingning ishi, hokimiyatga bo'ysunsang bo'ldi deyishlik. Siz zaten Xudoning oldigan suysab ekan o, bizning emas. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda dinga kelgan vaqtda dinni biz Uyg'urning manfaati uchun xizmat qildira oladigan bo'lishimiz lozim. Uning uchun biz bu yerda o'zimizniki madaniyatiga, o'zimizning tarixiga, o'zimizning urf-odatiga nima qilib, ashuni qarab turib, shu urf-odatimiz, madaniyatimizni dinimizga silab turib, to'g'ri etmishimiz lozim. Hech bir zaman Arabning urf-odati, Arabning madaniyatini akilib, biz din qilib millatimizni Arab madaniyatiga, Arab urf-odatiga zo'rlaydigan bunday ishlarni qilmasligimiz lozim. Biz Uyg'ur madaniyatini islom orqali, islomga selish orqali uni to'g'ri yana taraqqiy qildirib menishimiz lozimki, bu Arab madaniyatining bizga hech qanday keragi yo'q. Zaten bizning yetib oshqichlik madaniyatimiz va bir millat biz. Urf-odatimiz, hamma narsamizning o'zini, tariximizni tortib, hamma narsaning o'zini biz islomga selish orqali to'g'ri yakun chiqarib, o'zimizning territoriyasiga qarata harakat qilishimiz lozim. O Arablarniki, Turklarniki o territoriyasi bizniki ishimiz bo'lmasligi lozim. Şoň bu ýerdäki näse nime diýen wagtda islomiy qarindoshlik emas, insoniy qarindoshlikni aldyn gorun goýuşymyz lazım. Dünýäde qanday bir insan bizge ýardam qilsa, onuň ýardamyny qabul kıla alaydygan buluşymyz lazım. Biz kurgan döwletmi keyinki wagtda her qanday bir insan qabul kıla alaydygan, ma döwletni kursa boladiken ma adamny, ýa-ki ma döwletniki ma ismi togry eken digidek bir näseni kıla alışymyz lazım. Hiç kim qabul kılanmaydygan bir näseni oturga çykyryp elip, onundakyny özümizgimi ýok. Bundaq bir özü bu patkaqdan çıkamaygan bir näseni dawamlaşdyrsak, bu wagtda bizge togry bolmaýdy. Ýani biz çoň hatalarny ötkizgen bolymyz. Men şu Abduqadir Damollamnyky kitaplaryny okugan wagtlarymda Abduqadir Damollamnyky çoň hatalyk ötkizgenligini his qildim men şu wagtda. Näme üçin diýen wagtda watanda bütünlej islamçylykny pan islamizmlikning özüni yuqur pallik götürüp, dünyadaki bütün özü İslam'ın sırtındaki insanlarga Yahud Nesaralık bulupmu, karşı bir özü ruhunu güçlendirip etkenden keyin bu garip döwletler şu wagt dünýäni sorap atkan döwlet bolgandan keyin bular bizge hiç qanday işini aşmagan. Dünýäniň işi insan bel boludy. Hiç bir zaman asmandan Allah Taala bizge qoral yarakny, atom bombasyny düşürüp bermeýdi. Özümüzün aklını işletiş arqaly bu işini qilimiz. Onun için biz insan bilen muamele qilishni bilişimiz, insanın faydalanışını bilişimiz lazım. İnsan yaqıdgan işlerini qila alışımız lazım. Şu vaqtda biz vatanimizni azat qila alaymiz. Bolmasa o bizniki hech qachon o'z vatanini azat qilish bizga asla mumkin bo'lmaydi. Shunda bo'lgan chaqda bugungi temaga qaytsak, islom
Peygamber Aleyhisselam kaldırıp ketken İslam emas. Hazırki bizge İslam deyilyapti dep tanlanıvatkan İslam. Şundaqmı? He. Onunki qayeri ve qanchalik o'zgartirildi degan savolga nisbatan bu bek adın tartib zig'icha deb qo'ydi ekan turkchada. He. Ya'ni buni izlanish lozimki, izlangan qarindoshlarimiz topadi ekan, bo'lmasa topolmay qolishgan buni-chi. Lekin Ya shu bunu biz 5'den başlap andaq selektirmiş şekilde hep bağımıdık. Biz elki ma programın özü Kur'an'dan nazar boğaşqa Kur'an'da İslam'ı qandaq gösterdi. Mesela tertelişini qandaq gösterdi. Namaz oquşunu qandaq gösterdi. Roza tutuşunu qandaq gösterdi. Şunu dep mağdık da. Eğer biz annevi din ölen hazır Kur'an gösterken dinini selektirip onunki farkını insanlığa yani halkımızga tunuşturup ötümüz değişikip qalsa hazır halkımız din dep kevatkan narsa mavu. Hidayet şervaqayı misal. Onun sırtında 9 tane rivayet kitapları var. Yani bu. Biz boşuna özünü etip mesela şu akide kitaplarını etip Allah yani şu tevhidin özünü qandaq ne qıldı? Bayan qıldı. Aşının özünü halk düşendirip men mandaq deydi ma kitapta Kur'an'da mandaq deydi. Bunu Kur'an doğru kelmey gayri men mavu doğru keldi gayri mavu diye vaqtda eni qarıldı. Misalda Peygamberlik işinde ahiret işinde kitap işinde deganning hammasini bir-birlab Onundaki ibaret ehkam sahası kelgan chaqda ma kitap kelib tartilish misal tarixning bobidan boshlab bir tutsak tartilishda qanchalik narsa kirib qolibdi, qanchalik narsa tashib o'tibdi, qanchalik amal qilibdi, hammasi boshdan chiqadi. Mana Qur'on bilan ishtiqo vaqtida. Biz faqat Qur'ondan nazar deb lekin boshqa narsani selishtirib bunda ko'rimiz demagan bo'g'ashqa Qur'ondagi narsalarni bayon qilyapmiz. Shunday keldik ha. Eğer ikkisini selektirib qilamiz degan vaqtda uningga programmaniki mavzusini o'zgartimiz. Shu vaqtda biz buni ikkisini selektirib millatga uniki qanchalik narsa kirib qolibdi, qanchalik narsa chiqib qolibdi, qayerda biz xato ketib qolibdik. Bu yerda biz texinbek o'zi aniq uni o'tirib qo'yamiz misol. Endi o hozir selektirma xarakterlik emas, faqat bayon xarakterlik uslub bilan ketayotganligimizda bu Kur'an merkezlik ta'limot tushunchasi, bu din tushunchasi yillardan beri bostirilib kelgan tushunchada bostirilib keldi. Buningga hech qanday bir nashriyat nima organ yoki bir nima yordami bo'lmadi. Davomli bostirilib keldi. Bunda bo'lganligi uchun tunji o'tirib chiqayotgan chog'da biraz yengilroq mangli deyishdi-da. Futbol eslab olganlar chiqib olmasin deb. Endi qog'inni aql egilarininki tafakkurga tashlab maqluq. Har bir narsa faqat jipuchi berildi. Qog'inni aql egalari o'zi izlansin deb qildik. Endi shu programma dastlabda shunday qarshi chiqqan bo'lsin, davom qilib bugungi kunlikda 47-son dedik, muqaddimasidan 48 son taqdim qilindi. Ko'rman qarindoshlarimiz u qadar jiq to'sqinliklar bu ozg'un demagan gap qolmadi-ku bizning haqqimizda. Ya'ni bizga o kadar suvsimi yana to'xtab tur deb mustaqil fikr qildigan, mustaqil irodalik, aql o'zi beshida bo'lgan qarindoshlarimiz, tafakkur va qarindoshlarimiz yana bir anglab baqili deb angladi. Hatto ba'zi yumorlar chiqdiki, unda anglab baqsam gapi to'g'ri ekan, izib ketmay deb anglamadi degan gaplarmi o'tirib chiqmadi. Bu şey reallıkta rast yizilgan, bulangan çaqçaqlar bu. Lekin haqiqat şu. Biz o'tirga chiqqan chaqda hozir qadar deyotgan narsa nurg'un bizmi shu bir tarafdan o'ginib, bir tarafdan tafakkur qilish orqali asl masalaning nima ekanligini tushunishda biroz chunqurlik bo'lgan sari. Mana bu akupunktur deymiz, yonidan davolagan qarindoshlarimizni qishiga berib, yonidan chanjitib baqqan qarindoshlarimiz bilishi mumkin. Benim ağrıydı deb bağlan bolsanglar, jingni boshqa bir yer sanjaydi ekan. Bu qanday gap bu? Og'riqqa bir yer tursa boshqa yerda bilsang bo'lsa, ay mishaninki og'riqqa aloqador mas'ul xodim mishada ishlaydi punktda bishada deydi ekanda. Ashunda davolaydi ekan. Shuning misoli, bu dinningmi bu aqlli munosabatli bo'lgan qismlarda yo'shirilgan qismi nerede? Bunu izleniş lazım ki bunu şu. Doğru. İzleniş lazım ki. İzleyen kardeşlerimiz buna
biraz tepiş orqali to'xtabdi bunday emaskan dedi. Kun sari bu sonninki programmalarning ko'rilish qatim soni burunqidan ko'playotdi. Eng azından izchillik davom qilyotdi. Faqat bir masala xalqimiz nodon. Aldıraplam özü tiz çökken damollasa yoki mollasini gapiga chiriblam shu murtad falan pokon deblam o'tib ketadi, ammo ishchiga rasmiy kirmaydi. Bunda bo'lganligi uchun va birda samimiy deyotgan dindagi qarindoshlarimizning mushu masalada o'ziga bo'lgan ishonchining kamligidan, o'zi tiz cho'kkan mulla ulamolarning og'zida erib ketganligidan va shu izlanayotgan manba deyotgan manbadagi insonlarning sufatiga aloqador bayonlarni ko'rib bu kadar olimni deymavasi bu gapni men degan shaklda o'ziga bo'lgan ishonchning kamligidan sukut qilayotganligi bu shu omillar tufayli hammasidan bu programmada o'tirib qo'yilayotgan haqiqat hozir biroz muzning ostidagi harakatda ketyotidi. Lekin shunga ishonamizki, xalq biz tushungan, ya'ni Kerim ustoz zaten bunu 80 yillardan baqabdi, yolg'iz mingibdi. Bütün renci mehnat müşakkatlarının aslında yalnız ketdi. Yani biz yana bayqadık, yana düşünüp maldık. Yani demek çoğunumuz ne olsun hemmeden burun sizlerge okşaştık. Kaçan biz bugünkü halatimizdeki düşüncege sizler kelgen vaxtında bizden derdimizin şu şahı düşünürsler. Bizden ne için qaqşaydıqanlığımızın, yoki ne için tertib etganligimizin şu şahı düşünürsler. Bu çağdaki sizlerin bizga qilgan qarshiliginglardan bekrek sizga to'sqinlik qilgan qarshiliginglar yoki nafratinglar buningdan nechasi ig'ir bo'lganligini biz taxmin qilib turibdik. Bugungi programma aloqador yana boshqa qo'shimcha masala nimalar bo'lsa anglaymiz. Ustoz bo'lmasa vaqt biroz uzrab ketib qoldi, to'xtatamiz. Bo'ldi. Millatimizdan, xalqimizdan o'zi bizning o'tindig'imiz nima degan vaqtda hammamiz bir narsani qarg'ulachi qabul qilmaydi. U narsaniki asosi nada? Uni haqiqiy shuni kitobi nada? Uning o'zini izlanayli. Misolda uzun bo'ldi shu gaplarni qilayotqili. Bu rivoyat kitoblarining o'zi degan payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan eng birinchi yozilgan 250 yil, hatto 350 yilgachilik yozilgan narsalar. Bir odam vafot bo'lib 250 yildan keyin u odam on debdi, man debdi desa, u qanchalik to'g'ri chiqadi? Buning o'zini o'ylanish lozim. Bu bir rivoyat, Arabning rivoyatlari, Arabning cho'chaklari, Arabning romanlari, buningga o'zi ishonish, dinga ishonganlik bo'lmaydi desak, uning o'zini insonlarimiz nurg'unlari o'zi qabul qilmayotgan narsalar bor. Bu belki bir payg'ambarni maqtagan, sahobalarni maqtagan shuni ish izlarini hikoya qildi bir narsa. Agar qildi degan taqdirdami, u zamonda qilgan narsa hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi odatda. Payg'ambar hozirgi zamonda bo'lsa qanday qilgan bo'ladi deganning o'zini nima qilsak, tushunsaklar, bu masalaning hammasi ashad yechildi. Shuning uchun millatimiz bizga nima qilishning o'rniga bizni ayblab, haqoratlashning o'rniga kitob ko'rsin. Masalan, shu Tarix Tabari degan mush kitobni ko'rib chiqish uchun 4 qism kitobni ko'rib chiqish uchun 2000 varaq kitob o'qiyman men. 2000 varaq kitob o'qib, ashning o'zini ko'rib chiqadigan gap. Misr tarixi deymiz, Yahudining tarixi deymiz, O'rta Sharq Arab tarixi deymiz, Samiyel tarixi misol. Yunon tarixi deymiz, payg'ambar chiqqan yerning hammasini tarixlarini o'qib chiqish uchun 10,000 varaq, eng asos 10,000 varaq kitob o'qish kerak. Bu kitobni o'qigandan keyin bu narsa andaki yig'ilgan gap. Qanchalik to'g'ri ish qilgan, qanday yerda ketib qolganlik, qanday yerda to'g'ri qolganlik hammasi bu yerda yig'ilgan gap. Bir varaq kitob yoki 5 varaq kitob bunda varaqlab qo'ymay turib, odam tillashlik hech qanday hojati yo'q. Shunga xalqimiz Qur'onni yetakchi qilishi lozim. Din Qur'onda boshqa hech qanday bir kitobga ishonishga Alloh taolo buyurmadi bizni. O rivoyatga ishonishga hech bir zaman buyurmadi. Rivoyatga ishonishning o'zi jinoyat hisoblanadi islom diniga asosan. O'z yozgan narsani ma Allohning dini degan odamlarga ularning holiga voy deb Qur'oni Karim natija deylik. Shuning uchun biz Allohning kitobiga eslashimiz, Alloh taoloning kitobida deyilgan bo'yicha harakat qilsak, Alloh taolo va'da qilgan narsaga yeta olamiz. Biz boshqa bir kitobga amal qilib turib, Alloh va'da qilgan narsani umid qilish uxlamay tush ko'rgan bilan o'xshash bir narsa. Onun uchun xalqimiz shuni o'zini yaxshi tushunishi lozim.
Qur'onni yetakchi qilishdan iborat shu masalada nihoyatda chuqur o'zi bir tafakkur qilishi lozim. Qur'onning hozirgi vaqt tarjimasini chiqdi. Tarjima toza yetarli bo'lmasa, har holda ba'zi masalalarni hal qila oladi. Xo'sh, meniki bu yergachilik. Yani yolda ketayotgan bir top insanların içinden biri Uygur'una uçqazsak, onda o qarab biz tonib olamiz şu. Onu hiç körep bakmagan bolsak mı, yoki ma adam bek Uygur'a o'xshaydi ekan deyalaymiz. Nima uchun shunday bo'ldi? Yashadik, birga ko'rdik, his tuyg'umiz bo'ldi. Shunga o'xshash. Bu dinni haqiqiy tushungan inson o'ttirg'i bir gap chiqsa, manda qarablam ay dinning aslidagi tub mohiyatiga zidmi, uyg'unmi, nar qandaq, yoki palonchi, pokonchida rivoyat qilingan, yoki pistonchining so'zi ma'vo desa, ash so'z shu odamga tushamdi. Sözlü ibaresi, şu vezni, her taraflardan bir qarablam, mında qarab, yoki shundaq, yoki emas deyiladigan darajada inson sezgir o'qiti ekan. Çünkü aslisini to'g'ri tushungan vaqtda. Yani dinning asli mohiyatini tushungan vaqtimizda o chog'da o'ttirimizga bizga yo'g'on hayvat bilan kelgan rivoyatlarninki, shayxlarning hayvat bilan kelgan gap so'zlarninki qanchalik küçük ekanligini shu chog'da his qildik ekanmiz. Aslida o insanlar onu demagan bo'lishi mumkin. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın söz namıdan rivayet qilingan nurg'un hadislarninki qiyomat kuni shunda mening esim bor. Yani aş sözlerninki Peygamber Aleyhisselam'ın namıdan uydurup chiqarilgan tuhmat ekanligiga shunda sezgilarimiz var yani. Elbette. Yani moşina hijil olmay, qarindoshlarimiz yani ko'tarib kelib, moşinangdan yani Peygamber Aleyhisselam depti kendisi, deb o insanlarninki insan o'lib ketgan insonlarning nomidan tizilib kelgan hadis libabsi qachilangan so'zlarning keyindan ketishlari insonni ichindirdi. Biz shu program munosabati bilan nurg'un so'zlarni o'tirg'a otdik, nurg'un fikrlarni o'tirg'a qo'ydik. Eng muhimlaridan birisi bo'lgan ko'rsatilganga qaranglar, ko'rsatganga emas degan so'zni yana takrorlaymiz. Ko'rsatganga qarab turgan insonlar bizdagi ayib nuqsonlarga qarab, mush odamning og'zidan chiqqan gap ishonamizlar deyishinglar mumkin. Biz odatdagi odam hammadan o'xshash. Biz ko'rsatgan narsa qaranglikka o'chaqda balkim sizlar biz ko'may qolgan taraflarni ko'rishinglar mumkin qarindoshlar. Bu xuddi shofirning mashinada ketayotgan chog'da aynakdagi munda chelliga qarab turolmay, yiroqdagi manzilga qarab yo'l tepib manganga o'xshaydi. Aman bo'linglar. Ma'q rahmat ustoz. Dars oldimizga fursatda yangi tema bilan davom qilamiz inshaalloh. İnşallah. Ma'q Allohga emanet. Ma'qul. Aman bo'lsin. Assalomu alaykum. Muhtaram qarindoshlar, hozir qadar deb keldik. Programmaga aloqador taklif, fikr, tanqid, tavsiya, tarbiyalar bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Do'stlarga ham tavsiya qilib qo'ygan bo'lsanglar, din masalasi boshqa masalaga o'xshamaydigan qarindoshlar. Nima uchun bu temani ko'tarib chiqqanlik haqida nurg'un masalalarda qarindoshlarimizning mustaqillik ko'rishimiz bugungi hal qilish tegishli bo'lgan eng muhim masalalarimiz qatori tursa, nima uchun yangi masala ko'tarib chiqqanligimiz haqida gap so'z bo'landi. Bir uyni tozalagan inson albatta mavani keyin tozalay demaydi. Biz millatning tarixi, dini, kültürü, örf-odati, yeziqi, hamma narsani mustamlikaning asaratidan butun qutulib chiqishimiz uchun biz ham yerga supurgi silishimiz bir aql egalari uchun tushunishli bir masala. Bizning o'tirg'a bu shu Qur'ondan nazar programmamizda o'tirib qo'yayotgan fikr tushunchalarning mustaqillik ko'rishimizning foydasiga mangayotganligini aql egalari his qilib turadi, his qila oladi. Fakat vaqt meselesi. Shunday bir kunlar keladiki, bugungi o'tirib qo'yilayotgan haqiqatlar o'zining haqiqat ekanligini ko'ngillarga ixro qildigan kuni bu chog'da bizga otgan tosh, to'qmoqlaringlar, ranjim mehnatlaringlarni gulga aylantirish uchun kuchayganliginglarga ishonamiz. Aman bo'linglar, kelar qatimni ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.